Guljaxon Baratova, Germaniyadagi Stuttgart universiteti magistranti, ingliz tili sohasida xalqaro toifadagi Garvard tomonidan ta'sis etilgan xalqaro tez sol o'qituvchisi, Montessori, o'rmon maktablari, Yaponiya onlayn dasturlarida o'qituvchilik sohasida faoliyat yuritgan. Tadbirkorchi inson emas. Amerika, Yaponiya, hammasi Turkiyada bo'ladi. Istanbulda Montessori. Montessori. Yaponiyani onlayn maktabi bor edi. Shvetsiyaga, Buyuk Britaniya universitetlariga topshirgan. Germaniyada bepul o'qish jarayoni, ya'ni 700 har semestr 500 ba'dini uchun shtabiga. Universitet uchun Universitet uchun Germaniya byurokratiya. Xodorchi. English. Qishki ta'tillarda 40 soatgacha beriladi. ana birlashtirish viza jarayonlari hammasi islam tilida qiyin. Aytaylik, traklar bu. Shayt bo'lsiz, Xitoyga qo'shib keladi, keyin bolasini, farzandini, oilasini bilan ofisda edadi. O'sha blokda ekan bo'lishiga degan narsa. Lekin ikkinchi yo'nalishi ham bor. Bu narsa sponsorship. O'qishga, ya'ni bu miqdor 11200 dars. Shorsudagi hisob kitob bilan to'g'ri keladi. Yadagi talabalar bilan aynan O'zbekistondagi talabalar haqida kurs boshlagan. ana shu narsani man xohlagandim. Unda oxirida Xitoyga plus, Germaniyaga minus. Sen ham magistratura talabasini bitta xonada ko'rishsin. Taningizga ishonmang. Qog'ozingizga. Ilkomin bo'lishimiz ham taqiqlanadi millatchilik. Qoldirgan odatlari deysizmi? Yoki judayam yuqori rivojlangan. Uni foydalari o'zini ko'rsatishi uyatda hisoblab bo'ling, chunki deylik, qulaylik xalqaro darajadagi tez sol o'qituvchisi sifatida masalan boradigan shoirimiz bor. Nima? Garvard tarafidan ta'sis qilingan o'qituvchilar programmasida yoqimli, siz yoqtirgan savol. Qiziqarli, siz bilan yuz bergan voqea. Tayyorlash ishlarini kim bilan qilsak bo'ladi? Albatta o'zingiz bilasiz. Mosh savolni so'rab ko'ring deb. Ayyuku Guljaxon opa, bugun sizlar yerda hamma uchun qo'llaydigan intervyu chiqaramiz. Podkast bo'ladi, xudo xohlasa. Albatta, o'ylaymanki, birinchi o'rnimizga yaralgan savollarimiz hamma uchun ko'proq hal etish uchun aynan talaba bo'lish maqsadida bo'lganlar uchun manfaatli bo'lsin, foydali bo'lsin. Qanday boshlanib, o'zingizni tajribalaringiz bilan, aynan boshingizdan o'tgan hayotiy voqealar bilan bo'lishsa, menimcha hamma uchun foydali bo'ladi. Qanday boshladik? Birinchi o'zingiz tanishsiz. taklifga rahmat. Azizaxon, xursandman. Men Guljaxonman. Istanbul Stuttgart universitetida o'qiyman. Bu yerga kelishdan avval Istanbulda yashaganmiz. Turmush o'rtog'im bilan keyingi yillari men magistratura bosqichiga qabul qilinganman. Yo'lda oila birlashtirish vizasi orqali Hozir magistraturada o'qiysiz. Xudo xohlasa yaqinda bitirish arafasidaman. Chunki hozir o'sha diplomishimni yozishni boshlayman. Xudo xohlasa bir haftaning ichida boshlayman. Siz o'zingizni hayotiy hikoyangiz masalasini boshlasak, keyin asosiy joyga kirib boshlaymiz. Sizni birinchi Germaniyada magistraturada o'qishga kelishingiz nima o'ylaysiz? Misol uchun, bilasiz, Yevropada juda xalq kuchli, aynan buning uchun Germaniyani tanlagansiz. Shunga ochiq javob bersangiz, balki juda foydali bo'lardi. U aslida mani bolaligimdan bor. Germaniyaga kelish, Germaniyada o'qish orzusi. Onam bilan har doim "Sen Germaniyada o'qitging keladi bolam." Faqat shunaqa derdilar. Chunki kollej o'qiganimda ularni o'sha kollega Fransiyaga ketgan, Germaniyaga ketgan, malaka oshirish maqsadida. Keyin ular Germaniya sarfi boshladi, Germaniya sharoitlari ta'lim haqida fikrlarni bildirgan. Har doim sen Germaniyada o'qishingda, Germaniyada o'qigan, Germaniyada o'qigan. Lekin afsuski bo'lmadi. Men O'zbekistonda jahon tillari universitetida o'qigan. Bakalavriat o'qiganman. Keyin bitirganimizda Istanbulga kelgan. Shu yerda o'qituvchilik boshlagan. O'qituvchilik karyerasi bo'lgan. Unda Turkiyaga yo'llagan, nima magistraturani O'zbekistonda o'qishdan tanlagan, o'zingiz kelajak o'zingiz Turkiyada ko'rgansiz. Birinchi dars. Men bitirganimdan keyin O'zbekistonda nima deydi? Job marketi menga qabul bo'lmagan. Yani ish beruvchi va ish oluvchi deydi. O'shani munosabatlari menga to'g'ri kelmadi. O'sha vaqtda men paxtaga olib chiqishdi. Tabiiy 5-yilda 2015-yilda. 2015-yilda men yangi kirganman. Men o'quvchi men uchun judayam muhim inson hisoblanadi, kasbiy hisoblanadi. Bu kelajakda ta'lim beruvchi. Lekin paxta teruvchi inson emas. Men hurmatlarim, bizani boyligimiz, men butun dehqonlarimizni, fermerlarimizni hurmat qilaman. Ularni kamsitish maqsadida emas, hamma kasb egasini o'zini o'rni bo'lishi kerak.
shu nuqtai nazardan qaraydiganda o'qituvchini o'rni maktabda va bilim qilish nisbatan bu jarayon o'xshashadi. Chunki men qilgan yilimda ham birinchi taxminan 2017-18 kelyapti. Biz ham hech ham hayotdan borganmiz. Lekin ana shu yili bekor qilingan. Hozir aynan o'zingizdan bilsangiz kerak, bakalavr yo'nalishi maktablarga ham nasib o'tkazilgan. Aynan sizdan o'zingiz bu narsa aynan çok qizg'in chiqqan vaqtlarida. Men talabalik vaqtida paxtaga bormaganman, Toshkentda o'qiganimiz uchun. Lekin men o'qishni bitirganimdan keyin bir oydan keyin meni paxtaga yetaklashgan, paxtaga borishim kerak. Men 2 marta borgan, Yashanbadan bo'ldi, men O'zbekistonga xizmat qilganman deganda, shu menga eng katta motivatsiya bo'lgan. Shu bilan uzoq qarindoshimiz Istanbulda yashardilar, ular bilan qildi. Lekin shu yerda nisbat va o'qisam deb. Lekin nima deydi, har bir rejalar bilan nima deydi, hayot bir-biriga mos kelishli to'g'ri. Keyin men o'qituvchi bo'lishni unaqa qilganman. Chunki qaradim, Istanbulda men diplomim qabul qilinmayapti. Albatta buning uchun sizni ko'nikmalaringiz bo'lishi kerak. O'qituvchi sifatida o'zingizga ishongan holda bu narsaga masalan men o'qituvchi bo'la olaman. Aynan qaysi darajadagilarga mana shunday ozroq ma'lumot berib ketsangiz, bakalavr diplom oldingiz bilan masalan yoshidagilarga katta yoshdagi insonlarga language center, ya'ni til markazlarida ishlashim ingliz tili o'sha vaqtda, chunki Turkiyadagi eng asosiy narsa turk tilini bilmagan o'qituvchilarga judayam katta talab bor. Masalan, men o'sha vaqtda 10 yil avval turk tilini bilmagan, faqat ingliz tilini bilganman. O'shanda men speaking clublar uyushtirardim. Lekin yoshi katta talabalar, nima deydi, ishchilar katta ishlayotganda xullas insonlarga bilim qaratgan. Yetarli til darajasi bo'lgan. O'sha job intervyu bo'ladi. O'sha job intervyuda 3 marta job intervyu. Men o'zim diplomim ingliz tilida kursda deb yozilgan uchun oliy tanlash, ya'ni keyin ingliz tilida muloqot darajasi, o'qituvchilik darajasi hamma narsa tekshiradi. Metodlar uchun men o'sha student bo'lganimda, talabaligimda til markazlarida ishlaganman. Ikkinchi kurs, 3-4 kursda boshladim. 3 yil ishlaganman va keyin Turkiyada davom qildim. Undan keyin menga haqiqiy o'qituvchi sifatida qanaqa qilib jurnal tutish kerak, qanaqa qilib o'quvchilar bilan, ota-onalar bilan muloqot qilish kerak, haqiqiy professional atmosferasini o'rganishni xohladim. Undan keyin Amerika kollejga sanaqa qildim. Hujjatlarimni ariza topshirdim. Ariza ijobiy baholandi. Shundan keyin bu yoqda ishlab boshladim. Undan keyin bu yoqdan keyin Finlandiya ta'lim dasturiga moslashtirilgan o'rmon maktabida ishlaganman. Ular hammasi Turkiyada bo'lyapti, Istanbulda. Chunki berish uchun hammasi hozir Turkiyada bo'lyapti. Savolni nima uchun Germaniyadagi boshladik? Qarang, Turkiyaga borgan ketdi, juda hayotiy tajribalarga ega, mana siz juda foydali bo'lyapti. Keyin o'rmon maktabida undan keyin Montessori maktabida ishlaganman. Bu menimcha butun dunyoda juda mashhur, muhim ahamiyatli programma hisoblanadi. Undan keyin pandemiya bo'ldi. Boshqa o'qituvchilar singari men ishsiz qoldim. Bu hayot haqiqati, lekin men ishdan ajralishim mumkin, lekin o'qituvchilikni to'xtatdim yo'q albatta. Yaponiyani onlayn maktabi bor edi, o'sha yerga ariza topshirdim va yaponlarga dars berishni boshladim va 1 yil davomida yaponlar bilan, yapon talabalarim, o'quvchilarim bilan ishlashni davom qildirdim va bu oralikda o'zim ish qidirishni boshladim, chunki men Istanbulda nima deydi, yuzma-yuz maktab atmosferasiga o'rganganman. Maktabda o'quvchilar bilan nima deydi, sinfim bilan Hammasi face-to-face bo'lgan, onlayn bo'lmagan. Aynan karantingacha bo'lgan. Albatta. Undan keyin ma'lum vaqtgacha o'sha Istanbul maktablari ham karantin tufayli yopildi. Men onlayn darslar berdim va shu bilan birgalikda Yaponiyadagi o'quvchilarim bilan birgalikda olib bordim. Ular ingliz tilini o'rgangan. Albatta. Hammasi. Undan keyin Jimbori degan maktab bor. U ham mashhur Yaponiyada, Kanadada. Jimbori. Jimbori o'sha nima deydi? After school maktabga o'xshaydigan programma, lekin men ishlagan maktabda u after school emas edi, ertalabdan kechqurungacha. Soat 8dan soat 4gacha onlayn jarayonda. Bu Istanbulda bu eng oxirgi Germaniyaga kelgungacha men Jimborida. Oxirgi 3 yilda men Jimborida. Aynan Kanada ta'lim dasturiga asoslangan bu Jimbori degan yo'nalish bu programma. Maktabgacha bo'lgan bosqichdagi qanaqadir programma. Yana nima desam bo'ladi, u
nima deydi, sport, gimnastika va san'at bilan bog'lashtirilgan holda yaratilgan qayta. Shunday ishlaganman. Oxirgi bo'lishi Turkiyada ishlagan joyi. Oxirgidan. Undan keyin Keyin Germaniya sarlavhasi. Germaniya sarguzashtlari boshlandi. Chunki men kutmaganman. Germaniyada gapimiz chala qolib ketdi. O'sha onam o'sha Germaniyada o'qitaman deb yurganlarida keyin turmush qurganimdan keyin turmush o'rtog'im bilan onam o'zaro suhbatlashib qoldilar. Suhbat ochadi, bu narsani aytib qoldilar. Keyin bu meni turmush o'rtog'im uchun katta motivatsiya bo'ldi. Keyin sani hamma hujjatlaring joyida, sertifikatlaring hamma narsa bor. Harakat qilib ko'raylik. Germaniyaga magistraturaga olishga. Chunki men bu narsani unutganman. Onamning o'sha orzusi, lekin onamning orzusini amalga oshirish uchun turmush o'rtog'imning hissasi katta bo'ldi. Men hattoki qismadim unaqa qilishman. Mayli, topshiring, mana diplomlarim, mana hujjatlarim, sertifikaklarim, mana sizga turmush o'rtog'im mana shu bizga topshirgan qarang, Stuttgart universitetiga. Xullas, u yoqdan keyin mayga topshirgan bo'lsak, 3 oydan keyin, avgustda, o'sha kunida, 3 oydan keyin menga admission letter, ya'ni qabul maktubi keldi. Emailiga qarasam, ko'zlarimga ishonmadim. Mana deb qayta o'qiyapman. Ingliz tilida albatta keldi bu maktub. O'zimni ingliz tilimni o'zim anaqa shubhalanishni boshladim. O'sha nuqtaga kelib qoldim. Masalan, chet ellik talabalar o'zlarining tajribalarini aytganda shu narsani aytsam, men ishonmasliklar. Anaqa qilyapti, bo'rtiryapti. Lekin menda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Qaytadan anaqa qilib, Google Translate'dan o'zbekchaga, turkchaga, rus tiliga bilgan tillarim hammasiga. Keyin anaqa turmush o'rtog'im ishda edilar, telefon qildim. Tabriklang, men talaba bo'ldim. Talabalar safiga qabul qilindim. O'sha hujjat topshirgan universitetimizdan xat keldi. Email. Faqat Germaniyada bir vaqtda siz faqat Stuttgart universitetida topshirgansiz. Boshqa universitetlar ham bor. Faqatgina o'sha Stuttgart universitetida topshirdim. Hayron qoladigan jihati, men Shveysariyaga, Shvetsiyaga, Buyuk Britaniya universitetlariga topshirganman. Hammasiga topshirdim. Bir vaqt o'zida birinchi Stuttgartdan keldi. O'sha Germaniya orzusi nima deydi? Onamni, turmush o'rtog'imning orzulari amalga oshdi. Nima deydi? Mana xursand bo'ldim. Mayli dedim. Mana qabul qilaman. Ular meni qabul qilishgan bo'lsa, mana ularni Nimaga boshlansiz? chunki o'sha email kelganda qabul qilasan yoki qilmaysan degan ikkita tugmasi bilan yozishadi. O'sha men bir kun kutib turganmanda, keyin qabul qilaman deb qilgan. Lekin bu 24 soat men o'zim bilan o'ylaganman. Qabul qilsam, qilmasam, qabul qilsam, qilmasam. Ana shu vaqtda birinchi o'y hayolingizga olgansiz nima uchun bir kun o'ylashingizga sababchi bo'lgan? Bitta o'y hayolingizga kelgan misol bera olasizmi? Masalan, nima uchun tanlamasam, aynan shu taqqoslashdan tarozida nima bo'lgan birinchi asal? Birinchi oila bo'lgan. Ikkinchisi Shvetsiya yoki Buyuk Britaniya universitetlaridan balkim taklif kelishi mumkin degan. Shundan kelgan Unaqa bo'lgan. Ular bo'lgan Shvetsiya qabul qilmagan, chunki men pedagoglik o'qimaganimiz uchun filologiya yo'nalishi o'qidim. o'sha yo'l e'tibor beradi. U alohida O'shaning uchun hujjatlaring, o'sha darslaring yetarli emas pedagogika sohasida, shuning uchun seni qabul qilmaymiz. Angliyaniki qabul qilgan, lekin men qabul qilmaganman. Chunki hozir siz bilan suhbat qilganimizga qaraganda Germaniya. Chunki eng asosiy bizani o'ziga jalb qilgan narsa jihati oilaga ahamiyat berish. Germaniya hukumatini talabalar masalan turmush qurgan bo'lsa, turmush o'rtog'im o'sha eng asosiy sababi menimcha shu. Chunki men oila qurgan bo'lganman. Germaniyaga o'qishga qabul qilingan oilani qadrlash. Chunki o'shanga alohida urg'u berishadi. Masalan, Angliyada bu narsa qiyin. Biz o'sha anaqalarni, jarayonlarni kuzatib keldik, eshitdik. Qiyin edi, murakkab edi. Shuning uchun ham sizlar uchun Germaniya ma'qul bo'ldi. Shu sababdan. Asosiy sabab va yanlari boshqa Yevropa universitetlariga nisbatan moliyaviy tarafdan haqlarlari albatta yuqori. Masalan, xohlasa hamma inson o'qisa bo'ladi. Faqat oila bilan bog'liq jihatini o'ylamadik. Albatta, moliyaviy tarafdan esa bu narsa yangi oila qurgan sifatida biz uchun bu ham moliyaviy tomon. Chunki o'sha London universitetlari juda ham agar Londonda o'qib ketgan talabalarimiz bo'lsa, bahslarni yo'qishga balki ma'noda qarang, o'sha xonada mana shunday savolim bor. Aytdingiz, aynan moliyaviy tomondan deb aytasiz, to'g'rimi? O'zi Germaniyada bakalavr yo'nalishida, magistratura yo'nalishida 70% aholi Germaniyada bepul o'qish jarayonida, ya'ni ta'lim jarayoni bepul amalga oshiriladi deyiladi, to'g'rimi? Kontraktga to'lan. Lekin ba'zi universitetlar bundan mustasno. Misol uchun xususiy universitetlar bo'lishi mumkin.
Lekin biz o'qigan universitet, ya'ni siz Stuttgart universitetida kontraktlar to'lanadi. Lekin bu davlat universiteti, to'g'rimi? Davlat universiteti. Nima o'ylaysiz, mana shu jarayonlarda nima uchun kontrakt nimaga qarab belgilanadi? O'zbekistonda o'sishda masalan Stuttgart universiteti davlat universiteti hisoblansa, lekin talabalar tomonidan qancha to'lab kelgansiz? Shunaqa 1700 yevro. Har semestr to'lab. 6 oyda to'lanadi. To'plamda umumiy 3400 bo'ladi. 3000 to'lab. Ya'ni ikkita semestr, bir yil ikkita semestr bo'ladi. 3400 to'ladi. Aynan mana shu pul Germaniyada mana sizga e'tibor beryapman. Bu avval bekorga bermadim. Siz so'raysiz, Germaniyada ta'lim jarayonlari qanaqa kechadi? Milliy pulmi yoki pullimi deb. Bu Germaniyada universitetlar qayerda joylashadi? Aynan biz Baden-Württemberg universitetida Bojxonaxonasi Stuttgart universiteti o'qiydi. U Baden-Württemberg viloyatida joylashgan. O'zi nisbatan Baden-Württemberg viloyatida joylashgan universitetlar pulli. Chunki man pastga chiqqanimda shunaqa berilgan. Boshqa viloyatlarda ham qayerda joylashganiga qarab farq buni albatta tanishib chiqing. Bu pul sizga qanchalik, ya'ni oilaviy shaklingizda sizga nisbatan savol beradigan bo'lsam, qancha qiyin bo'lgan bu pulni hozir har semestr topib o'zi bo'lmaydi. Germaniyada bo'lsa ham bu pul talaba uchun oilali o'zingiz katta bu. Shuning uchun savol beryapman. Shuning uchun agar oilali bo'lib kelmoqchi bo'lsangiz, aynan universitet qayerda joylashganiga e'tiborli bo'ling. Misol uchun universitet tanlayotganda qaysi viloyatda joylashgan xabarlar bormi yo'qmi, mana shu narsalarga diqqat qilishingiz lozim. Bu bo'yicha qanday bera olasiz? Hozir nuqtaga qanaqa qildingiz? E'tibor qarasangiz 1500 o'sha. Bizlar universitetga to'laymiz. 1500 Baden-Württemberg shtatga to'lanadi. Universitet uchun emas. Universitet uchun emas. Universitetga o'sha 1700 degan bo'lsa 200. 200 dan kam. 1600 dan. U ham o'zi siz uchun kerak bo'ladigan narsa. Masalan, unaqa ID, student ID olish uchun yoki universitetda kampusdan bemalol foydalanish uchun kitoblaridan, kutubxonasidan bemalol hammasi uchun talabalar uchun bepul professorlar masalan diskant bilan beriladi. Firma bilan masalan student kartochka bilan berilsa 30% yo'q 30% masalan arzon hamma narsa. Masalan kserfobia qilish o'sha narsalar ham juda arzon bo'ladi. Ular uchun o'sha arzimagan 170 yoki 200 yevro to'laymiz. Masalan, bu universitet 1500 faqatgina xalqaro o'quvchilar, ya'ni xorijdan kelgan talabalar uchun to'lanadi. Agar aytganimizdek, boshqa shtatlarda, tashqari boshqa shtatlarda, mani bilishim bo'yicha universitetlar mutlaqo bepul ingliz tili yo'nalishi yoki ingliz tili yo'nalishida lekin bizada bu narsa albatta scholarship grantlar qozonib o'sha orqali anaqa qilsa bo'ladi. Lekin bilamiz, afsuski Germaniya byurokratiya. Siz uchun grant siz hujjat topshirmoqchisiz, 10 dan ortiq balki 20 ga yaqin hujjat to'ldirish kerak, formula osonlik berib qo'ymaydi, osonlik. Hamma narsani tekshiradi. Men bir marta topshirishga harakat qilganman, esimda yo'q. Qaysi mani ota-onamni qancha pul topshirdim? Ota-onam masalan mana pensiyada hozir. Pensiyada unaqa qilgan, pensiyasini so'ragan, mol-mulki qancha hammasini. Yashash joyidan ruxsatnoma, kadastrblarimizgacha so'ragan. Bu narsa menimcha qisqa muddatda bu narsalarni yig'ib, hujjatlarni taqdim qilish bilan kelgandan keyin tarjima qildim. Xullas, men o'zim inson sifatida aytdim, sabrsiz bunaqa narsalarga yo'q, katta rahmat deganman. Voz kechganman, grant programmalarni bir chetga surganman. Hozir asosiy e'tibor o'qishimga, moliyaviy tarafdan esa turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlayaptilar. Asosiysi shu joyga yetib keldingiz, yaqin tugatasiz, qiyinchiliklarni sekin bosib o'tdingiz. Eng asosiy joyi mana shu berasiz, katta sabr, katta maqsadlar qilgan, mana shu kutuvlaringiz natija berdi. Ya'ni asosiy natijani endi olasiz. Baribir mana shu o'qishdagi qiyinchiliklarni, Germaniyaga bo'lgan o'yinlar, hammasi uchun kutuvlaringiz qanaqa natija berdi? O'zingiz o'ylagan qiyinchiliklar bormi yoki siz o'ylagan osonroqmikan? Buni xalqqa baholagan bo'lardingiz. Balki bu mani ikkinchi chet davlatda yashaganligim sababli bu menga bu birinchi nima deydi, birinchi bosqichlarda qiyinchiliklarni men Turkiyada bosib o'tganman. O'shaning uchun men Germaniyaga o'zimga nisbatan ishonchim yuqori, o'ylayman, 8-9 kelganman. Nima deydi? Yo'limni chizib qo'ygan bo'lsa, nima deydi? Vision chunki men planlar asosida bir gap bo'lib qolar, Xudo beradi degan narsa bilan kelmadim. Harakatda har bitta narsani rejalashtirgan holda kelganman. Shuning uchun men qiynalganman. Lekin bitta qiyinchilik bo'lgan.
kampusdan tashqari hayotda, masalan, ijtimoiy hayotdan bor, yo'lda faqat kampusda. Chunki kampusda ingliz tili, hamma biladi ingliz tilida gaplashiladi, ingliz tilida muloqot qiladi. Eng asosiy joyi. Bilib turibmiz. Men bu narsani nima deydi? Men avval hech kimga aytmadim bu narsani. Germaniyada nemis tili davlat tili bo'lishidan qat'iy nazar, ingliz tili ham ikkinchi til sifatida ishlatiladi deb o'ylaganman. Shunaqa nima deydi, tushuncha bo'lgan, hech kim aytmagan, hech qayerda o'qimaganman, lekin shunaqa tuyg'u bo'lgan. Lekin bu tuyg'ular bilan yo'lga ba'zida chiqib bu narsani tekshirish kerak. Men nemis tilini o'qimaganman, o'rganmaganman. Faqat ingliz tili, yo'nalish ingliz tili, shartda qildim. Keyin shundoq anaqaga borganman, marketga borganman. Ingliz tili yo'q. Nur Deutsch, kein English. Bu meni birinchi anaqam bo'lgan, nima deydi, culture shock deydimi? Culture shock kelgan. Mana shu so'rab oldim. Chunki aslida Turkiyada qolganimda ham ingliz tilini qabul qilmagan. Turkiyada ayniqsa o'shada uchun har doim tili birinchi bo'ladi. Qiyin. Men bu yerdan qiynalganman, lekin balki qiyinchilikda esimdan chiqqan. Bu yerga ikkinchi davrga kelganman, lekin yana o'sha til baryerasida yana qiynalganman. Hozir anchagina anaqa bo'ldim, rivojlantirdim ingliz tilimni, to'xtatib qo'yganman. Lekin boshida o'sha men uchun qiyin bo'lgan. Ish topish jarayonida, masalan, talabalarga davlat ruxsat beradi. Haftada 20 soatgacha ishlashingizga ruxsat beradi. Ta'til vaqtlarida, yozgi ta'tilda yoki qishki ta'tillarda 40 soatgacha bemalol ishlash huquqiga egasiz. Hech qanaqa soliqqa tortilmaysiz, soliq to'lovchi bo'lmaysiz, chunki siz talabasiz. Lekin shu ishni topib, shu ishga aloqa qilish uchun, egalik qilish uchun sizda til bilishingiz kerak. Masalan, men nemis tilini bilmayman, faqat ingliz tilini bilaman. Qanchalik ingliz tilim, masalan, C1 bo'lsin, C2 bo'lsin, foydasi yo'q. Chunki bularning davlat tili, ularning milliy tili, o'zini tili nemis tili va ular to'laqonli haqlidir hisoblayman. Chunki bu narsani biz anaqa qilamiz, nima deydi, taqiqlaymiz. Chunki biz Angliyadamiz, Amerikadamiz, Kanadadamiz, ya'ni ingliz zabon davlatlarda yashamayapmiz. Biz Germaniyadamiz. Va Germaniyaning davlat tili nemis tili. Bu narsa men uchun eng katta qiyinchilik bo'lgan. Shundan keyin o'rganishni boshlaganman. Xullas, shunaqa davom qilyapti. Lekin haligacha Germaniyani job marketiga, ish marketiga ishchi sifatida sakrashimga yetadigan darajada o'sha saviyaga kelmadi, darajaga nemis tili. Xuddi siz aytgandek, C1, C2 ingliz tili darajada bilsangiz ham 70-80% nemis tili talab qilinadi. Sizdan ingliz tili plus, sizda nemis tili ham deyarli mana shunaqa darajada bo'lishi kerak. Ya'ni kim siz boshqa o'quvchilarga, aytaylik talabalarga dars bera olishi uchun aynan o'zimiz yo'nalishda, aynan o'qituvchi sifatida sizdan nemis tili darajasi ham talab qilinadi. Shuning uchun savol berasiz, siz javob olasiz. O'ylayman, nemis tili sizdan ingliz tili bilan men ishlay olamanmi, ish topa olamanmi? Aynan o'qituvchilik sohasida dars berishim mumkinmi deysiz. Afsuski, juda ko'p joydan rad javoblar keldi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Masalan, o'g'il bola studentlar kelsa, ularga nisbatan nemis tilini bilmasdan ingliz tilini bilaman desa, ularga nisbatan osonroq, qiz bolalarga nisbatan osonroq ishlab bo'ladi. Masalan, rider bo'lib ishlash mumkin. Anaqa food service va grocery service delivery. Elishlar haydida o'sha mahsulotlarni adresga yetkazib beradi. Bu yoqda sizdan o'sha ingliz tili bilimingiz bo'lsa, o'sha yetadi bu narsaga. Nima deydi, talaba bo'lganda bu ishlar bilan ishlasangiz bo'ladi. O'zingiz nima deydi, kunlik xarajatlaringizni qoplashga yetadi. 20 soat ishlasa bo'ladi. Nemis tilini rivojlantirgunga qadar. Albatta qiz bola ham beqaydiman desa mumkin. Lekin shu narsa og'ir bo'lishi mumkin. Grocery, ya'ni bozorliklar zakazlarimiz buyurtmalar qanaqa qilib uchinchi bilasiz. Germaniyada ko'p, ayniqsa shu paytda anaqalar domlar eski yo'q. Bu narsani ham inobatga olishlaringiz kerak. Ya'ni umumiy jihatdan hech qachon ingliz tilini bilasizlar, ish topolmaysizlar desam noto'g'ri bo'ladi. Topish mumkin, topsa bo'ladi, faqatgina nima deydi, o'zingiz xohlagan darajada Masalan, ish topa olmaysiz shunaqa. O'zingiz savolni quyidagicha, aynan Germaniyada talaba sifatida talabalar o'zini tayyorlash kerak bo'lgan 3 ta muhim maslahat bera olasiz. Albatta, biz hozir suhbat davomida ham ba'zi asosiy nuqtalarga to'xtalib o'tdik. Ulardan eng asosiysi til. Til va til. O'zini tayyor qilishni, tilni o'rganishni, nemis tilini. İkincisi ise o'sha ruhiy hayot bo'lib kelishi kerak. Chunki O'zbekistonda ham uzoqdan, onamizdan uzoqda biza
shu narsani masalan qabul qilib kelishligi. Bu qanaqa qiyinchiliklar bo'lishligi, yolg'izlik bo'ladi, bilasiz. O'sha nemis xalqida insonparvar bo'lsangiz, o'zbek xalqidan asosan o'zbek xalqi har doim bolajon hisoblanib, nima deydi, mehmon do'st. Ularda bu narsani ko'rishingiz amridan qo'rqmaydi. Qiyshlamaydi. Har doim masofa ushlashib yaxshi ko'radi. Bu degani bular yaxshi emas, insonning fazilatlari yo'q degani emas. Bular har doim inson sifatida ular insoniyligini, insonparvarligini qadrlaydi. Lekin bunaqa yaqin munosabat tutmasin. Srazu o'rtoq bo'lib, darhol unaqa bo'lib ketmaydi hech kim. Kursor bo'lib ketmaydi. Hali universitet programmalari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, men aytaman, nimaga bular o'rtoqlar judayam qiyin. O'sha narsani oxirgisi esa har bir davlatda nafaqat Germaniya, chet davlatga kelishdan oldin o'sha davlatni urf-odatlari, qonunlari, qonunlariga nisbatan hurmat yuzasidan qarashimiz kerak. Chunki har bir davlatda o'zini ijobiy, salbiy taraflari kimga nisbatan ijobiy, kimga nisbatan salbiy. Masalan, Israelga nisbatan ba'zi ularning qarashlari salbiy bo'lishligi, lekin bular uchun ijobiy hisoblanadi. Shuning uchun qanaqa bo'lsa, o'sha urf-odatlarni o'sha holatda qabul qilish, boricha qabul qilish kerak. Bu juda asosiy maslahatlarga va 3 ta maslahatga amal qilib, hizga menimcha qiyin bo'lib Gujaxonada keyingi savolim aynan Germaniyada oilani birlashtirish viza jarayonlari, umuman oilaviy yashashda bo'ladigan nima deydi, o'zini psixologik, emotsional tayyorlash holatlari qanaqa bo'ladi? Masalan, sizda qanaqa kechgan jarayon? O'zi kattaroq emas, ya'ni bu haqida tajribalaringizni qo'yishsiz, menimcha foydali bo'ladi, chunki Germaniyaga aynan oilaviy holatda onasini olib kelmoqchi bo'lganlar juda ko'p. Sizda bu jarayon qanaqa kechgan? ajoyib savol. Qiyinchiliklarimiz esimizga tushib, Mayli, eng asosiylardan qisqacha aytib o'tib ketaman. Birinchidan biz o'zbek fuqaro, ikkalamiz ham O'zbekiston fuqarosi bo'lishiga qaramasdan, biz Turkiya orqali Germaniyaga kelganmiz va viza jarayonlari hammasi Istanbulda nima deydi, ro'y bergan, Istanbulda sodir bo'lgan. O'shaning uchun bilmayman O'zbekistonda qanaqa, men O'zbekiston huquqlarida o'qishim, bilishim bo'yicha ular yozishlariga qaraganda o'zimiz, o'zbeklarimiz bu yerga turmush o'rtog'i keladi, keyin bolasini, farzandini, oilasini olib kelib birinchi yo'lda ariza topshiradi. Lekin Turkiyaga bu nisbatan boshqacha. Biz ikkalamiz ham bir vaqtda hujjat ariza topshirganmiz viza uchun. Undan keyin birinchidan vizam chiqqan, 5 oydan keyin turmush o'rtog'im chiqqan. Masalan, lekin o'sha 5 oydan men jim turmaganman. Ancha qo'limdan kelgancha harakat qilganman. eng asosiy joylar ketyapti. Menimcha shu joyni yaxshilab eshiting. Chunki bu narsaga hammani ham aqli yetmaydi. Chunki bu ish hozir qiyin. Aytaylik, traklar bu. Shu aytib o'tsangiz. Birinchisi, masalan, viza jarayoni bu yoqda byurokratiya bo'lganligi sababli, qog'oz hozirlik bo'lganligi uchun ishlar juda ham sekin anaqa qiladi, harakat qiladi. Tez bo'lmaydi. Sabr sizdan eng katta sabr talab qiladi bu yo'lda. Keyin agar ingliz tilini bilsangiz, o'sha ingliz tilida bilasiz, inglizlar qanaqa shaklda xat yozadi, chiroyli qilib qog'ozga o'rab, baqirib emas, qog'ozga o'rab, nega diplomatik jihatdan yondashgan holda chiroyli qilib o'zingizni muammolaringizni, o'zingizni holatingizni bu maktublar orqali kerakli idoralarga yozib, masalan, viza jarayonini tezlashtira olasiz. Balki meni turmush o'rtog'imni viza jarayoni 8 oy, balki 9 oygacha men ko'p yashamayman, surish mumkin. Ancha vaqt oladi. Lekin meni o'sha eng tez deganimiz 5 oy. Bu 5 uzun bo'ldi, lekin boshqalarga nisbatan juda ham tez. Menimcha men eshitganim ichida eng qisqasi bu 5 oyda g'alaba bo'ldi. Chunki men o'sha juda ham asosan o'sha kerakli idoralarga faqatgina anaqa qilganman. Xat maktub orqali o'zimni pozitsiyamni, oilali bo'lganligimni, talaba bo'lganligimni hammasini aytib, birma-bir tushuntirib, punktlar orqali aytganman. Masalan, ular oilaga ahamiyat berganligi sababli, to'plaganligi sababli men oilamdan uzoq qolganligimni va bu ayni vaqtda meni jarayonlaridagi motivatsiyamga, o'zimga bo'lgan ishtiyoq, darsga bo'lgan ishtiyoqimni nisbatan kamaytirishiga sabab bo'layotganligini men aytib o'tganman. Bu narsani ular e'tiborga oldilar bu narsani. Agar bilmasangiz, qaysi idoralarga men murojaat qilishim kerak? Siz talaba bo'lsangiz, sizni xalqaro talabalar byurosi ofisi bor, International Office deyiladi. O'sha International Office orqali siz o'sha idoralarga anaqa maktublar orqali
o'zingizni pozitsiyangizni bildirishingiz mumkin. Qanaqa qiyinchilikdamisiz, nimaga siz oilangizni olib kelishga asosli sabablarni ko'rsatib bersangiz, albatta o'sha kelinli edalar buni javobsiz qoldirmaydi. Har doim men bilan javob berishni hech qaysi bir maktubim javobsiz qolmagan shu vaqtgacha. Har doim javob berishadi. Albatta, Kuchli bo'ladi. 5 minutda emas, 2 kun, 3 kun kutiladi, lekin albatta javob berish. To'liq javoblar olasiz. Nima ko'rinishida? Va shuning uchun ham to'liq ma'lumot berish kerak. Ha, O'zingiz haqida masalan, o'sha ism familiyangiz, qayerdanligingiz, pasport raqamlaringiz, turmush o'rtog'ingiz, hammasini detallarigacha, kichkina nuqtalarigacha anaqasi chiroyli qilib, o'sha shablon qilib, chiroyli qilib yozib, siz to'rt ko'z bilan kutayotganingizni oxirida tilga olib, bu narsani jo'natishingiz kerak. O'shanda menimcha o'sha protsess nisbatan tezroq harakatga qiladi, o'tadi. His harakat qiladi. Yana nima deyishim mumkin? Bu viza jarayonida shunaqa bo'lgan. Bizada keyin o'sha moliyaviy tarafiga keladigan bo'lsak, ko'pincha bizani chet elliklar bitta yo'nalishini o'sha blocked account olishga degan narsa. Lekin ikkinchi yo'nalishi ham bor. Ikkinchi yo'nalishni men o'zim sinaganman va anaqa qilgan. Men o'sha olib kelganman, ishlagan. Bu narsa sponsorship. Men eshitganman haqida. Sponsorship orqali kelganman, lekin bu narsani shuni ajratib o'tish kerak. Faqatgina talaba vizasi olgan inson sponsorship orqali kelib olishi mumkin, lekin oilasi majburan blocked accountga tushdi. Lekin masalan meni turmush o'rtog'im blocked account ishlagan, men sponsorship bo'lib kelgan. Chunki Germaniyaga mana talaba sifatida kelmoqchi bo'lganda, yo siz blocked account ochishingiz kerakki, o'sha aytganlardaqa sponsorship bo'lishi kerak. Aynan siz demak shu ikkinchi yo'lda tanlab kelgansiz. Bulardan buni mana shunaqa jarayonda bo'lgan. Bir xillardan misol uchun rafiqasi turmush o'rtog'i ham blocked account, turmush o'rtog'i ham rafiqasi ham blocked account ochadi, ya'ni ikkala oila a'zosi ham blocked account ochish kerak. Ya'ni bu miqdor 10200 taxminiy aynan mana shu hisob-kitobiga ko'ra aynan mana shu miqdorni tashkil qiladi. Ma'lumot to'g'risida manimcha juda foydali bo'ldi. Rahmat, sizni ham zo'rdan sanab o'tdingiz. Lekin o'sha sponsorlik qiladigan inson, homiylik qiladigan inson to'g'ridan to'g'ri kelgan inson sponsorlik afsuski homiylik qila olmaydi. Chunki ularning yillik anaqasi oyligi ma'lum miqdorda o'sha davlat tarafidan belgilab berilgan o'sha kvotada bo'lishi kerak. O'sha kvotadan kam bo'lsa, o'sha inson sizga homiylik qila olmaydi. Keyin Siz uchun yetarli bo'lishi kerak. uni farzandlari bo'lsa, keyin oilali bo'lsa, o'sha sponsorlik homiylik qilayotgan inson u oilasini ham anaqasi oylik nima deydi? Income nima deydi? Kelishi. O'sha qozonishni, pul qozonishni o'sha narsani hisobga oladi, davlat hisob-kitob qiladi. Men qanaqa hisob-kitob qiladi bilmayman. Lekin o'sha narsa bo'lishi kerak, ya'ni stabil bir darajaga kelgan insongina homiylikni taklif qilish mumkin. O'sha odam aynan savol bo'lishi mumkin. Germaniyada bo'lishi kerakmi yoki misol uchun Qirg'izistondanmi, Turkiyadanmi? Albatta Germaniyada bo'lishi. Faqat Germaniyadagi odamlardan sponsorship Ya'ni Germaniyada aktiv, faol soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatga o'tgan bo'lishi mumkin. O'sha soliq to'lovchisi stabil oylikka, stabil hayotga ega bo'lgan insonlarga sizga homiylik taklif qilishi mumkin. Siz bu turmush o'rtoq nima deydi, qo'llab-quvvatlashi, chunki men turmush o'rtog'imni har doim qo'llab-quvvatlaganda ularni tanishlari, xullas, turmush o'rtog'imni tanishlari. Bu tomonda ham omad kelganda baribir. Chunki hamma ham qabul qila olmaydi. Degan o'sha homiylik, endi men Germaniyaga kelaman, undan pul talab qilaman degan emas. Bu faqatgina o'sha sizga u yaxshilik qildi. Bu degani 11 ming cho'ntagingizda qoldi. Va sizga homiylik qog'ozi berildi, o'sha orqali kelasiz va hech qaysi bir idora qani sani blocked accounting degan talab qo'ymaydi va o'sha orqali ham viza olsa bo'ladi. Shu yo'l orqali o'zimni vizamni olganman. Anaqaga keladigan bo'lsak, blocked accountga keladigan bo'lsak, 11300. Men 11900 deb o'qidim. Balki unda tekshirishlaringiz mumkin bo'ldi. O'sha miqdorda qo'ygandan keyin o'sha Germaniyaga kelganimizdan keyin uni sразу davlat bermaydi. Uni har oy menimcha bu adolatli tizim deb hisoblayman. Bittasini olamiz, hammasini bir kunda yeb tugatamiz. Chunki bu yoqdan kelgandan keyin moslashish ortib, o'rganish bor, ish topish. Uy topish bor, soliqlarni to'lash va asosiy bularga masalan ba'zan anaqa deydi. Ko'plarda aytadi, bizani o'zimiz hisob-kitobimiz Chorsudagi hisob-kitob bilan to'g'ri kelmaydi. Bizda boshqacha hisob-kitoblarimiz va mana bu moliyaviy tanqislik bo'lmasligi uchun, taranglik bo'lmasligi uchun menimcha bu odilona tizim deb hisoblayman va har oyda beriladi. Masalan, 11 mingni 12 oyga bo'ladi, 1000 yevroga to'g'ri keladi yoki 950 yevroga to'g'ri keladi. Har oy
bu yoqdan tanqisa boshlaganingizdan keyin o'sha blokda ekaningizdan davlat sizga 950 yevro xuddi pensiya bergandek bir yil davomida o'sha siz o'zingizni pulingizni o'zizga qaytaradi. Shunaqa beriladi. Agar qaysi blokda ekanman, qaysi anaqa programmadan ochish mumkin degan savol tug'ilishi mumkin. Mani turmush o'rtog'im ekspertizam ochganda, hech qanaqa muammo bo'lmagan. Kelganlaridan keyin bir yil davomida o'sha 11 ming, 1 yil bo'lganingizda adashmasam o'sha 10 mingni oyma-oy bizani hisobimizga, turmush o'rtog'imning hisobiga jo'natib turibdi. Tushunarli. Bu jarayon sizlarda shunaqa ishlaydi. Haqiqatan manimcha zo'r insonlar bilan bo'lishdingiz. Bunaqa eng zo'r deganmiz. Men o'zim uchun juda qiziq, qiziq bo'lgan. Germaniyadagi talabalar bilan aynan O'zbekistondagi talabalarning farqini o'qish tizimida farqlar qanaqa? Shu bo'yicha ham o'zingiz fikringizni bildirsangiz, menimcha uchun qiziq bo'ladi. Manimcha talaba hammaga qara. Bu yoqda o'zbek talabasi, nemis talabasi deb ajratish naqadar to'g'ri men bilmayman, lekin o'sha ta'lim tizimlari tubdan farq qiladi. Men o'sha 10 yil avval jahon tillarini bitirgan bo'lsam, 2011-2015 yillarda balkim tizim o'zgargandir. Oxirgi 10 yilda men bu narsani bilmayman. Agar o'zgargan bo'lsa yoki Germaniya tizimini hozir aytib o'tgandan keyin yaqin bo'lsa siz yozib qo'ying, iltimos. Men uchun qiziq. O'zbekiston ta'lim sohasini tizimini qani o'zgarishlar bo'lyaptimi, rivojlanish ijobiy tarafdan bizlar o'qidik. Germaniya tizimiga ta'lim tizimiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda juda ham tubdan farq qiladi. Masalan, bu yoqda bitta potokda bitta talaba bilan har doim siz kursdosh bo'lmaysiz. Bu yoqda kursdosh degan tushuncha yo'q. Ana shu narsani men xohlagandim. Nima farqi asosiy joyi? Boshida aytib ketdim, nimaga siz tezda o'rtoqlashib keta olmaysiz? Ana bu asosiy sabab. Chunki sizni bitta guruhingiz yo'q, sizni bitta rahbaringiz yo'q. Siz hech qanaqa bitta anaqaga berkitib biriktirib qo'ymaysiz. Bitta fanga 30 so'mdan kiradi, ikkinchi fanga 30 so'mdan kiradi degan narsa yo'q. Hammani o'zini alohida shaxsiy dars programmasi bor. Masalan, meni birinchi param bor, ikkinchi param bor. Azizlar uchun to'rtinchi param bor. Nimaga men tanlagaman? Men obeddan keyin ishlashim kerak, tushdan keyin. Uzun ruscha so'zlar qo'shganimiz uchun. Aziza ertalab ishlaydi masalan. To'rtinchi. Chunki o'sha aytib o'tganman, balki O'zbekistonda bu sharoit o'zgargan. Men ishlagan vaqtim rasmiy talaba ishlashi mumkin bo'lmaydi. Men iltimos qilib, o'sha job intervyulardan o'tib, til markazlarida o'qib ishlagan. O'sha o'qigan. Ya'ni chet lekin bu yerda 2015 yillarda. Hozir bu jarayon qanaqa ketyapti? O'zingiz yozib qoldingiz, qiziq bizga ham. Men bilmayman chunki. Keyin hech qanaqa rasmiy ravishda talaba 20 soat ishlashi mumkin degan yoki 10 soat ishlashi mumkin degan narsani biz vaqtimizda yo'q edi o'zimiz. Lekin bu yerda davlat tarafidan talaba haqlari himoya qilinadi. Talaba sifatida sizga o'sha ID olganingizdan keyin anaqa beradi, qog'oz beradi. O'sha qog'ozda aytib o'tilgan 20 soatgacha talaba sifatida ishlashi mumkin. Bu haftalik. Siz balki mini job deydi, o'sha 10 soatgacha ishlashingiz mumkin. Plus 20 soatgacha soliq to'lanmaydi. Soliqsiz. 12 mini job soliq to'laysiz. Agar 20 soatgacha ishlasangiz, ma'lum miqdorda to'lanadi, lekin siz talaba bo'lganingiz uchun minimal miqdorda soliq to'lovchi bo'lasiz. Haqida videolar bor, ko'rib chiqsak yana ma'lumot olasiz. Keyin yana nima deyishim mumkin? Bu narsa birinchi men kelganimda hayratda qolganman. Meni guruhim qani, meni sinflarim qani? Hech qanaqa yo'q. Chunki men o'zim anaqamni o'zim uchun o'yladim. Ko'p qiladigan bo'lsak, shuni ochganman, dars soatlarini qaraganman, qaysi sinfda yozilgan bo'lsa, o'sha yerga ketganman, o'sha yerda darsimni o'qiganman. Bu narsa tubdan farq qiladi. Keyin ikkinchisi, masalan, men O'zbekistonga plus qilarim uchun o'qituvchiga nisbatan bu yoqda hunarsizlik emas, o'qituvchiga nisbatan hunar yuzasidan o'rnidan turiladi. Qanaqa qilib? Bularda qanaqa qilishadi? Stolni Bu darsni oxirida stolda anaqa rahmat uchun stol tushadi. Bu talabalar odati. Masalan, o'sha darsga bizada yo'qlama yo'q. Ko'pincha darslarda ba'zi professorlar yo'qlama qiladi, ba'zilar qilmaydi. Menimcha qilinishi kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda har doim qilinadi. Chunki nimaga? Kelmaganlar hech qachon bahosini unaqa qilmaydi, lekin men har doim kelaman, bu muvaffaqiyat, bu adolatsizlik. Masalan, shunaqa bo'ldi. O'shaning uchun O'zbekistonga plus, Germaniyaga minus. Shu joyda qarang, klass hal qilyapti. Sizda shu narsa plus. Men bu narsaga islan boshqacharoq qarayman, chunki uni kelishi ham kelmasligi ham o'zi uchun, misol uchun o'sha fanni o'zlashtirishi ham o'zlashtirmasligi ham, lekin siz doim qatnashganingiz uchun o'zingiz xizmat qilgan holatda qolganlar ham shu narsani qo'yib qo'ygan, man qish kerak degan o'ylarga qaragansiz. Lekin menda sal boshqacharoq, mana o'zi shu Germaniyaga sal moslashib qoldim. O'sha talabalarga deya qoling. Masalan, o'sha fanga kelishi, kelmasligi o'zini xohishi. Misol uchun O'zbekistonda bilasiz, bizda doimiy o'sha fanni xohlasa ham, xohlamasa ham kirish kerak degan majburiyat bor.
yo'qlama degan narsaga juda qattiq e'tibor qaratishadi. Aynan bakalavriat bo'lgan vaqtlarda shunaqa qilishadi. Aynan o'sha fanni siz xohlamasdan, bu asosiy sabab o'sha fanni xohlamasdan kirib o'tirishingiz kerak. Shu joyda ular yo'qlamani qaraydi. Lekin Germaniyada xuddi siz aytganingizdek bir xil professor o'qituvchilar bu narsaga qattiq qaraydi, bir xillari yo'q. Ya'ni yo'qlama qilishadi yoki yo'q. U ham masalan talabani o'zini xohishidan kelib chiqib turib o'sha fanga kelish kelmasligi. Lekin boshida men hozir o'zimni fikrlarimni bo'lishib ketib, va o'sha fanni Germaniyada sifatli ravishda shuni aytib o'tsangiz, fanlar o'zini xohishidan kelib chiqib turib tanlanadi. Shu sababli ham u kelish kerak. Shu tomondan siz shu narsani aytyapsiz. Menga shu tomondan Chunki kelyapti. masalan men tanlaganman, men hech majburlab shu darsga kirasan demagan. Demagan. Yo'q, men o'zim xohishim bilan o'sha darsga men registratsiya qilganimdan keyin, O'zbekistonda registratsiya degan narsa yo'q. Bu yoqda darslarga registratsiya qilishingizga, o'zingiz darslarni tanlashingiz kerak. Masalan, 15-martdan 15-aprelgacha yo'q, 1-aprelgacha hafta mobaynida masalan darslar ochiladi, o'sha registratsiya ochiladi. Siz registratsiyaga o'zingiz imkon qadar maksimal vaqtli qilish. Ba'zi talabalar soat 12 da masalan 15-martga o'targacha 12 dan boshlaydi. Chunki Safda turishadi. men bir kundan keyin mana o'sha xohlagan darsimni ololmadim. Yo'q, darslar to'la. Sababi chunki 20 ta o'rin ajraladi, 20 ta. Ba'zi darslarga 25 ta bo'lishi mumkin talabga qarab, lekin standart 20 ta o'rin ajratiladi. 20 ta talaba o'sha darsni oldi, siz qoldingiz. O'shaning uchun kim birinchi keldi? O'shaga xizmat Keyin qarang, o'sha mana shu ro'yxat ichida hammasi magistratura talabalari, men hayron qolgan narsa bu, magistratura talabalari ham, bakalavr talabalari ham kirib o'tadi. Bu tomoni ham sal qiziq, chunki o'zi 20-25 o'rin ajratilyapti. Ham bu yoqda siz bakalavr talabasini ham, magistratura talabasini ham bitta xonada ko'rishingiz mumkin. Lekin bu narsada baholash tizimi farq qiladi. Masalan, bakalavrlarga eng yuqori maksimal kredit 6 kredit kerak. Men magistratura bosqich talabasi bo'lganim uchun 9 kredit asosiy. O'sha 6 kredit olganim uchun siz men 9 kredit olganimdan keyin men ko'proq yozishim kerak. Maqolalarni ular ko'proq yozmaydi. Ular nisbatan qisqa yozadi, chunki ularning darajasi bizning darajamizga qaraganda past. O'shaning uchun ularga uyga vazifa boshqacha beriladi. Bizga ko'p unaqa beriladi, uyga vazifa beriladi. Shunaqa desak to'g'ri bo'ladi. Chunki hozir maqola desam hayratda qolish mumkin. Chunki bu yoqda Germaniyada masalan biz ikkalamiz lingvistika, men lingvistika, bular adabiyotshunoslikda o'qiydilar. Ikkalasida ham maqola yozish juda muhim hisoblanadi. Uyga vazifa sifatida bir semestr tugatgandan keyin semestr oxirida yakuniy nazorat sifatida biz test qilamiz, ABC qilamiz. O'sha ham farqi. Ularda o'sha siz nima deydi, qozongan bilimlaringizni, egallagan bilimlaringizni, xonikallaringizni qog'ozga to'kishingiz kerak. Yozgan nutqingizni rivojlantirgan holda ilmiy maqola yozishingiz kerak. Bu ilmiy maqola ba'zi domlalar, professorlar 20 sahifa beradi, ba'zilar 7 sahifa beradi, ba'zilar esa hammasi haqiqat, ba'zilar esa varaqmas, ba'zilar so'zlar, masalan 5000 yoki 6000 so'z, 5000 6000 degani u 20 sahifaga teng keladi. Afsuski, men lingvistika mashg'ul bo'lganim uchun Bu yakuniy imtihonlarga so'raladigan talablar, ya'ni siz topshirishingiz kerak bo'lgan vazifangiz. Bu 80-90% ishlaydi, 10% misol uchun test ko'rinishida ham imtihon topshirishi mumkin yoki yozma ko'rinishda ham imtihon topshirishi mumkin. lekin bu yerda oraliq nazorat degan narsa bor. Bu yerda prerequisit degan narsa bor. Ya'ni o'sha maqola yozishga haq qozonish uchun, sizga ruxsat berish uchun siz o'sha maqola mavzuyingizni tanlab, kelajakda yozadigan maqola mavzuyingizni tanlab, o'shanga prezentatsiya qilib berishingiz kerak. O'sha prezentatsiyadan yaxshi o'tganingizdan keyin, ijobiy baholangandan keyin, ana undan keyin siz maqola yozasiz. Maqola yozmadim, hop, nima bo'ladi? Bu degani o'sha darsdan qoldingiz degani, afsuski. O'sha to'plashingiz kerak bo'lgan kredit pointni to'play olmadingiz. Bu degani juda ham xavfli. Masalan, Germaniyada shunaqa tizim bor. Hatto o'sha nima deydi, profildan, yo'nalishdan dars tanlaganingizdan keyin o'sha profildan 2 marta yiqilishingiz mumkin. 3-martada, bu oxirgiga 3-martada yiqilsangiz, talabalar safidan o'chirilasiz va universitetdagi o'rningiz bekor qilinadi. Shu vaqtgacha to'plagan kredit pointlari yo'q. Hamma narsa nol bo'ladi. Bu siz degani 2 haftada davlatdan chiqib ketishingiz kerak. Vizangiz to'xtatiladi avtomatik tarzda. Shuning uchun judayam qattiq tirishqoqlik bilan bu kreditlarni anaqa qilishingiz kerak, to'plashingiz kerak. Masalan, bitta darsdan yiqildingiz. Masalan, agar o'zingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, o'shani professorlar qaytadan yozishni taklif qiladi. Hech qachon "Xo'p, domlajon" deymiz. Bu tip mamnun. "Yo'q, domlajon, katta rahmat taklifingiz uchun. Buni bu boshqa darslardan o'sha profilni to'ldirish uchun yiqildingiz bitta darsdan.
keyin boshqa dars olishingiz mumkin. Bu hayotda oxiri emas. Masalan, O'zbekistonda siz yiqildingiz, bu janjal bo'lib ketadigan narsa emas. Ya'ni halokat bo'lmadi, hech qanaqa falokat ham bo'lmadi, halokat ham bo'lmadi. Xullas, boshqa darsdan, boshqa professordan dars olib davom qilishingiz mumkin. Agar ishonchini komil o'zingizga kurashaman desangiz, maydon sizniki, kurashing, yozing qaytadan maqolangiz. Lekin men o'zim shaxsiy tajribamdan kelib chiqib yozmagan bo'laman. Aytingiz, qanaqa qilib biz aytdik, yolg'iz bo'lib qolish mumkin. Bu yolg'izlikka siz muhtalo bo'lishingiz kerak. Yo'q, albatta. Yana o'sha international office eshigini taqiqlatishingiz kerak. Albatta, bu majoziy ma'noda. Yana email yozasiz, ulardan anaqa olasiz, appointment, uchrashuv soati va kunini aniqlashtirib, o'sha kun va soatga borishingiz mumkin. Yoki men bu narsani afzal ko'rmaganligim uchun hamma muammolarimni yozish orqali, mail almashish orqali hal qilgan. Germaniyada ma'lumot o'rnida email yozish hamma yo'nalishda. U xoh talaba bo'ling, xoh ishlang, xoh terma olmoqchimisiz frontda. To'g'ri shifokorga juda ham qattiq ishlaydi bu jarayon. Telefondan ko'ra siz email orqali tezroq javob olasiz. Men tajribalarim sizda qanaqa bo'ladi bu jarayon? Men aytgandim-da. Menda ham shunaqa, chunki o'sha telefon qilsangiz bu yoqda 2-3 operator, tilda gaplashuvchi operatorlar yo'q. To'g'ridan to'g'ri avtomatik tarzda nemis tilida gaplashadi. Operatorga aylanasiz, bu haqiqat. Shuning uchun ham agar siz nemis tilingizga ishonmasangiz, unda qalamingizga ishoning, qog'ozingizga ishoning va email yozing. Bu eng ajoyib yo'l. Chunki yozilgan narsa hech qachon esdan chiqmaydi. Isbot bo'ladi, men yozganman. Qoladi. Pardon, arxiv. Har doim shu narsa. Keyin o'sha international office-ga maktub orqali chiqishingiz mumkin. Ularni juda farqli anaqa murabbiylik dasturlari bor. Bittasi masalan bizning universitetimizda mentoring program deyiladi, ya'ni murabbiylik dasturi hisoblanadi. U yoqda nima? Masalan, chet ellik talaba nemis talabasi bilan birga match qilinadi. O'sha yoqtir hobbilari moslashish. O'shani match qilinadi, moslashtiriladi. Agar sizni qiziqishlaringizga yaqin nemis talabasi bo'lsa, ular ariza topshiradi, siz ariza topshirasiz va o'rtada sizni mana sana bu murabbiy, bu sani tanlagan. Bu sizni Germaniyaga, o'sha madaniyatiga moslashishingizga yordam beradi. Siz yo'nalish tanlashingiz kerak. Senga nima kerak? Murabbiydan nima xohlaysan? Darslaringni tanlash uchunmi yordam kerak yoki kulturani o'rganish uchun yoki boshqa 3 xil yo'nalish bor adashmasam. Bu jarayonda qayerga topshirilyapti? International office-ga, ya'ni xalqaro ofisga. Qanaqadir programma nomini shunda o'zi qanaqa programmaga murabbiylik dasturi yoki mentoring program deyiladi. Ingliz tilida ham, nemis tilida mentoring program deyiladi. Men menti bo'laman, chet ellik talaba sifatida. Mani o'sha nemis talaba o'rtog'im mentor bo'ladi va ikkalangiz ham bitta universitet talabasi hisoblanasiz va o'sha jarayonlarni siz tushuntirishingiz kerak emas. Masalan, dars. Chunki u o'sha germaniyalik talaba biladi. Chunki o'sha jarayon biz bir xil jarayonni ichidasizlar. Faqat u sizga murabbiylik qiladi, yordam qiladi. Juda zo'r daftarda bo'ladi. Bu 6 oygacha davom qiladi. Siz agar menti bo'lishingiz 2 semestrgacha menti bo'lishingiz mumkin, 2 semestrgacha menti bo'lishingiz mumkin. Masalan, menti sifatida, ya'ni xorijlik talaba sifatida bir marta anaqa qilganman, ariza topshirganman va germaniyalik talaba berishgan. O'sha germaniyalik talaba hozirgacha 1,5 yil bo'ldi. Biz o'rtoqligimizni davom qildiryapmiz, chunki xarakterlarimiz, qiziqishlarimiz bir-biriga juda ham yaqin va yoshimiz ham bir xil. Chunki men 32 yoshimda talabalik magistratura bosqichini boshlaganman. Talabalarning aksariyati mendan yoshi kichik. 12 yosh, 13 yosh. Shuning uchun mana o'sha germaniyalik talaba o'rtog'im mendan yosh. U kech boshlagan universitet xuddi o'qishi ertasi kecha bo'lmaydi. Shuning uchun o'zimga mos o'rtoqlik bo'lganman. Masalan, integratsiya, Germaniya madaniyat integratsiya yo'nalishini tanlaganman, ya'ni madaniyatga moslashishni tezlashtirish yo'nalishini tanlaganman. Shuning uchun biz ko'pincha muzeylarga, tarixiy joylarga, kutubxonalarga birga borganimizda o'zini madaniyati haqida o'rtoqlashganman. Masalan, o'zimizni madaniyatimiz. Bu aynan siz tanlagan yo'nalish. Masalan, birinchi keldiz, men darslarni bilmayman, chunki umuman programma bu yo'lda boshqacha. Kam o'zingizga nisbatan ishonchingizni yo'qotmang. Hamma qilgan, siz ham qila olasiz. Birinchi international officedan yordam so'raysiz. International office
har doim sizni qiyinchilikdan qutqaradigan birinchi anaqa idora, birinchi eshik. Shuni oladi, sizni o'zi kerakli eshiklarga olib borib qo'yadi. Har bitta universitetda bor international office. Keyin yana bitta narsa qulayligi bor. Siz o'sha ruhiy anaqa qila olmaysiz, qaramlikdan chiqa olmaysiz. Judayam o'zingizni yolg'iz his hech narsa bo'lmaydi, chunki culture shock. O'zbekiston emas, Yevropaning qo'q markazida o'rtasida siz nima qilasiz? Ishni darsingizga ham ishtiyoqingiz yo'q, oilangiz balkim hali siz turmush qurmagansiz, o'ylabsiz, kelayapsiz. Baribir har xil bo'ladi. Bunday international office murojaat qilasiz va ularni psixologik yordam anaqalari bor, yo'nalishlar bor. Siz talaba bo'lganingiz uchun sizga ingliz tilida yordam ko'rsatishi mumkin. O'sha psixologlar orqali, psixologlar bilan birgalikda ishlab, siz ruhiy holatingizni yaxshilab olishingiz mumkin. Juda ham zo'r ma'lumot berib ketdingiz, chunki masalan bakalavr o'qitilgan vaqtlarda jahon tillarida international office degan joy bo'ladi. Bakalavr. Mana bilan. Lekin kontrakt puli olish. kontrakt puli olish uchun biz aynan bu joyga murojaat qilardik. To'g'risini aytishim kerak, umuman aynan international office tushunchasi nimaligini aynan Germaniyada magistraturada o'qib tushunyapman, his qilyapman. Ya'ni siz ham o'z tajribalaringiz bilan bo'lishdingiz. Menimcha men o'zim ham sizdan juda ham yaxshi anglashimdan ham bo'lyapman. Keyin yana bir narsa eslashni kerak. Masalan, hop bu tashkiliy masalalar haqida ko'p gapirdik. Akademik yo'nalishda esa qanaqa bo'lishi mumkin? Nima qilishingiz mumkin? Men darslarga moslashaman. Hop, mana ruhiy holatim yaxshilandi. Hamma narsa o'rtadan topdim, o'zimga mehmon topdim. Bo'ldi, hammasi so'l. Lekin darslarchi? Chunki masalan, men magistratura bosqichini boshlaganim uchun boshlang'ich yo'nalishda darslar bo'ldi. Hammasi advanced yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni murakkablashtirilgan dasturlarda yo'nalishlarda dars beriladi. C1, C2 daraja ingliz tilida bilsam ham ba'zida to'xtab qolasiz, chunki sistema boshqacha, men tushunmayman nimalar bo'lyapti, qanaqa qilib man maqsadlarimni bermay qoladi, nima qilishim mumkin, yozsam bo'ladimi o'zi, qanaqa qilib yozishim kerak, man bilan ingliz tilini bu bilish, ingliz tilini bilish sizga maqola yozishingizga 100% garantiya beradi. Demak, unda nima qilasiz? Siz o'zingizni koordinatoringizni topasiz, har bir yo'nalishi bo'limi o'zini koordinatori bo'ladi, o'sha koordinatorga murojaat qilasiz. Domlajon, yana email yozasiz. Domlajon, men nima qilishim mumkin? Bu narsani men qiynalyapman. Keyin sizni workshoplar bor, o'sha sizdan avval boshlagan senior student deyiladi, katta talabalar o'zini orttirgan tajribalarini kichkina junior studentlar bilan baham ko'rishadigan o'sha workshoplar bor. O'sha workshoplar mashg'ulotlar deyiladi. O'sha mashg'ulotlar keyin o'shani sizga tanishtiradi, sizga mail beradi, siz o'sha senior studentga yana email yozasiz. Men chet elda man yaqinda boshladim. Menga yordam beraverasizmi deb yordam so'raysiz. Undan keyin sizga yordam beradi yoki workshop programma kunlarini, soatlarini sizga taqdim qiladi. Siz ham agar vaqtlaringiz yo'q, sizga chunki muhim bu narsa, borib o'sha workshoplarda qatnashib, qanaqa qilish mumkin, yangiliklarni, o'sha kampus hayotiga o'zingizni yana ham tezroq moslashtirishingizga yordam beradi bu narsa. Chunki bu muhim. Masalan, workshop bilmasdan hali kim agar siz bakalavr yo'nalishini boshqa Yevropa davlatlarida o'qigan bo'lsangiz, albatta siz uchun qiyin bo'ladi. Lekin O'zbekistondan bakalavr yo'nalishini bitirdingiz, keldingiz. Xayr O'zbekiston, salom Germaniya. Willkommen Deutschland. Hamma narsaga tayyor bo'lishingiz kerak. Lekin bu narsa sen Germaniyaga kelding, daftardan chiqadi, unaqa narsa yo'q. Hamma narsaga sharoit yaratib berilgan. Chunki ular biladi, ularning sistemasi murakkab, lekin murakkab ijobiy jihatdan murakkab. O'shaga judayam har bir narsani ingichka detallarigacha o'ylab, o'shanga tezroq integratsiya qilib talabalarni hamma narsaga sharoit yaratib Talabalarni moslashish uchun yaratilgan juda aqlli tizim. Hozir aytgan har bitta jarayon sizda bo'ladigan qiyinchilikka yechim bo'lishi uchun yaratilgan. Albatta, chunki bu yerda boshida ham aytdim, talaba huquqlari har doim ustun qo'yiladi. Hech qachon masalan talabasan, ikkinchi soatdagi inson degan narsa yo'q. Masalan, o'sha maqolangiz o'tmadi, qabul qilinmadi, siz o'sha bitta anaqadan profildan yiqildingiz darsdan. Professor sizni uchrashuvga taklif qiladi, sizni o'zidan yuqori yoki past bir huquqlisan deb 15 minutlik sizni rivojlantirishingiz kerak bo'lgan jihatlarni aytib o'tadi, qayerda sizni kamchiligingiz hammasini chiroyli qilib tushuntiradi. Hech qanaqa kamsitish, mas'uliyatga tegish degan narsa. Professor o'qituvchilar bilan bo'lyapti bu jarayon. O'zini
osmondagi odam sifatida olmaydi. Ikkinchi narsa bor, agar yana ba'zi kuch ko'maksiz bo'lmaydi, shunaqa muammolar bo'ladi. Ba'zi talabalar, boshqa chet ellik talabalar bilan millatchilik qiladi, sharafchilik qiladi degan narsalar Zo'rlashib nima qilish mumkin? Ichingizga tushish kerakmi? Albatta yo'q. Chunki Germaniya qonunlarida qat'iyan taqiqlanadi millatchilik qilish. O'zini boshqa millatlardan ustun qo'yish bu qonundan taqiqlanadi. Yana borasiz International Office-ga borasiz, sizlarga aytasiz, u sizga o'sha bitta institut bor, o'shani ichida bitta idora bor, universitet ichida o'sha bu muammolarni ko'rib chiqadi. Agar siz o'zingizni hammasini isbotlab bersangiz, hammasi agar ular sizni qabul deb topsa, u professor yetishilgan bunaqasi bo'lishidan qat'iy nazar universitetdan ishdan olinadi. Bu narsa har doim siz orqangizda o'sha International Office, Germaniya anaqalari, konstitutsiyasi, qonunlari har doim siz orqangizda himoya qiladi. Faqat sizdan istalgan narsa ular qonunlarga hurmat ko'rsatib, o'sha sizdan kelingan holda shoir talabalar O'zbekiston dizisi yuzini yerga qaratmasdan shoir lekin oson emas bu narsa, qiyin. Masalan, mani masalan eng zo'r savol, nimaga ishlayapsiz? Ishlasa bo'ladi. Lekin mani salohiyatim anaqa emas. Keng sada 24 soatda men ham ishlayman, ham o'qib, hammasiga ulgura olaman. Model, pastor qiladigan insonlar ham bor, lekin men unaqa inson emasman. Mani xarakterimga to'g'ri kelmaganligi uchun men ulgura olmayman. O'qiyman. Tushunarli. Rahmat Gulchehra, shu joyda hozir o'zim fikrimni bildirmoqchiman. Aytyapsiz, men ham ishlab, ham o'qish jarayonlarini bitta balansda ushlay olmayman. Ya'ni siz o'zingiz o'qish yo'lini tanlagansiz. Men nimaga bu narsani hozir aytganingizdan ma'qulman. Juda ham ko'p talabalar deyman, aynan Germaniyaga qabul hamkorlashga keladi, magistratura, bakalavriga keladi. Bizda asosiy narsa pul. U o'qishga kelganlikda asosiy narsa ishlashga qiziqamiz. Lekin u mayli, o'sha bakalavr tamomlab, magistratura tamomlab, u doimiy ishlaydi. Lekin o'zi asosiy maqsad nima bo'lgan? U ta'lim uchun kelgan. Shuni maslahat bergan bo'lardim. Men o'zim ko'p mana shu narsani eshitganman. Bu ma'lumman, aynan O'zbekistondan kelayotgan talabalarning kamchiligi. To'g'ri, agar imkoniyat tomonidan ko'p pul topib olishga, o'zingizga pul jo'natishga siz uchun qo'yishingiz kerak bo'ladigan ustunlik bo'lmasin. Siz talaba sifatida kelib, yaxshi malakani oshirib, mutaxassis bo'lib chiqish sizda birinchi ustunlik bo'ladigan bo'lsa, menimcha bilan topiladi. O'zingiz xohlagan o'qiy olasiz, o'zingiz xohlagan joyga ishlaysiz bilan. Menimcha bu eng asosiy yechim bu. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Zo'r nuqta. Masalan, aytish mumkin. Hop, sizni turmush o'rtog'ingiz bor. Men turmush qurmaganman, nima qilishim kerak? Men odamdan pul jo'nataman. Nima qila olaman? Bizda o'sha O'zbekistonda 4 kurs bor. Bakalavrda 2 yil, lik bor, magistraturada magistrlik 4 semestr o'qishingiz majbur bo'lganda siz ham tanishlik hamma darslarni tugatib, yakunda diplomingizni olasiz. 4 yildan keyin lutfan. 2 yildan keyin uzr. 4 semestrdan keyin. Lekin bu yoqda tubdan farq qiladi. Men magistratura talabasi sifatida meni 8 semestr davomida zo'r narsa ishni tugatishim mumkin. Menga juda ham keng vaqt bor. 4 yil davomida men balki haftada men bitta dars olaman yoki ikkita dars. Bo'ldi, meni salohiyatim shunga yetadi. Chunki meni salohiyatim yetadi deb ishlashim kerak-ku. Birinchi iqtisod, keyin siyosat bo'lishi kerak. Qanaqa qilsa bo'ladi? Och qoringa bo'lmaydi. Deyishingiz mumkin, balkim. Mana sizga yechim, chunki 4 yil davomida menimcha o'sha 4 semestrda bitiriladigan ko'nikmalarni siz 4 yil davomida olishingiz mumkin va albatta diplom ishi ham bunga kiradi. Menimcha bu qiyin bo'lmasa kerak. Men hozir turmush o'rtog'imni ko'magi orqali mana to'lab qolganligi sababli men ishlashga ehtiyojim bor. Yana aytib o'taylik, mana o'sha onlaynda o'quvchilarim qanday Turkiyada talabalar bor, 8 ta talabam bor, o'sha 8 ta talabam bilan har kun shug'ullanaman. Aynan ingliz tilida dars beraman, qo'shimcha dars beraman ularga, o'sha private lesson deydi. O'sha qo'shimcha dars berganligim sababli nima deydi? Mani pocketlarni, ya'ni o'sha cho'ntaklardan chiqadi talabalar uchun eng yaxshi. Men chunki hozir o'quvchi emasman. Rasmiy ravishda talaba bo'lganim uchun shu narsani bu joyda ham bilimingizni qanaqa qilib foydalanishingiz, to'g'ri joyda foydalanyapsiz. Chunki men o'sha 8 yil mutaxassis sifatida o'qituvchi bo'lib ishlaganman Turkiyada. Bu yoqda mana o'sha o'quvchilarim mani tashabbus qo'shib qoplashmagan. Vaholanki hammasi yuqori darajada ingliz tilini yaxshi biladi, yaxshi ko'nikmalarga ega bo'lgan. Davomiylik har doim ta'limda davomiylik muhim. O'sha nima deydi, prinsip asosida har doim onlayn darslarni davom ettirishyapti. Hali ular 6 yoshda boshlagan, hozirda ular 7-sinfda tahsil olishadi. Va har yili 7 yil mana darslarim davom etmoqda. Qo'shimcha darslarim ulaman, hurmat qilaman, yaxshi ko'raman ularni, o'zim o'quvchilarim.
ularni har bir rivojlanishini Juda o'qituvchi ekansiz. o'qituvchi sifatida bo'lish man uchun quvonarli hol. Shu mani xohishim bo'ladi. Boshqa eng katta xarajat albatta turmush o'rtog'imni yelkalari. Opa, hozir suhbatimizni aynan mana shu yerda davom ettiramiz. Mani keyingi savolim aynan Germaniyada yotoqxonani talaba sifatida yotoqxonalar haqida ma'lumot olmoqchiman. Sizda qanaqa kechgan jarayonlar? Siz yotoqxonada o'tirgansizmi? Siz oilaga kelganman degansiz, yo uy olgansizmi? Qanaqa bo'lgan jarayonlar yoki eshitganingiz bo'lsa, tajribalaringiz bilan bo'lishsangiz xursand bo'lardik. Talabalar uchun talabalar turar joyi yotoqxonalar bor. Yaxshi sharoitlar bor, lekin talabalar turar joyi bilan Stuttgart juda ham nima deydi, gavjum shahar bo'lgani uchun uy joy topish ozgina muammo. Menimcha boshqa shaharlarda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Men hozir Stuttgart misolida aytib o'taman. Masalan, talabalar turar joyini ega bo'lish uchun ham talabalar 3 oy 4 oy kutish kerak. Bu narsa ham buning uchun o'sha talabalar uyushmasi assotsiatsiyasi alohida bu universitet qaramog'idagi emas, bu alohida bir tashkilot bo'lganligi uchun siz u yerga ariza topshirishingiz kerak. Talabalikka qabul qilinganingiz haqidagi o'sha admission letter, ya'ni qabul qilingan maktubini jo'natishingiz kerak. Ular sizga maqbul bo'lgan o'sha talabalar turar joyidan sizga joy ajratadi va sizga takliflarini jo'natadi. Shunga qarab siz takliflarni 3 kun ichida qabul qilishingiz kerak. Bo'lmasa joydan qolib qolasiz. Lekin o'sha anaqa keladi moliyaviy jihatdan juda ham arzon. Adashmasam 350 yevrodan 400 yevrogacha bo'lgan miqdorda bo'ladi. Undan keyin keladigan bo'lsak, bular Yevropada bo'lganligi sababli ayollar va erkaklar talabalar uchun alohida emas. Masalan, bu yerda har bitta talabaga bitta kvartira beriladi. Ya'ni bu talabalar uyi deyiladi. O'sha talabalar uyida 3 xonali bo'ladi. Ba'zi 7 xonalikgacha uziydi bu narsa. Keyin har bitta xonani o'zini alohida eshigi, hamma narsasi sharoiti bor. Faqatgina tualet va oshxona umumiy bo'ladi. Masalan, 7 kishilik talabalar uyida 2 ta kuxnya bo'ladi, 2 ta oshxona va 2 ta yoki 3 ta anaqa bo'ladi, dush, tualet bo'ladi. Bu masalan hech qanaqa ma'lumot berilmaydi. Siz shartnoma imzolashdan oldin masalan, men o'g'il bola bilan tushamanmi, qiz bola bilan tushamanmi yoki qaysi millatdan talaba bilan tushaman, hamma bu yoqda teng hisoblanadi va ajratilmaydi. Hamma teng huquqli. O'shaning uchun hech kimga masalan, sen ayol kishisan yoki sen masalan oilalisan, senga faqat qizlar bilan yotoqxona ajratamiz degan narsa tushuncha yo'q. Chunki tualet va oshxona bir xil umumiy hisoblanadi. Lekin albatta yotoqxona o'zingizni yotoqxonangiz, xonangiz, darsxonasi bitta, o'zingizni qulfi kaliti, hammasi, shifonyeringiz alohida bo'ladi. Bu narsani bilib, qabul qilib, talabalarga kelajakda buni inobatga olishlarini maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu faqat Germaniyaga oid emas, bu butun Yevropa bilishim bo'yicha boshqa Yevropa davlatlarida o'qigan mani do'stlar xuddi shu narsani aytdi. Albatta O'zbekiston uchun noodatiy chunki ayollar va o'g'il bolalar uchun alohida yotoqxona, bu yoqda unaqa narsa yo'q. Lekin hamma sharoitlarda juda ham ajoyib. Keyin men oilavilar uchun ham yotoqxonada joy borligini eshitganman. U jarayonlar qanaqa bo'ladi? Bu haqida ham ma'lumot berganmisiz? Uning uchun men qidirib ko'rganman, lekin menga rad javob kelgan. Biz o'zimiz alohida kvartira topganmiz. O'sha turmush o'rtog'im kelgungacha o'sha vaqtda men Turkiya bilan Germaniyada borib kelib turganman. Birinchi semestrimda borib kelib turganman. Men o'sha 10 kun ichida uy topganman. Va o'zimizni uyimizda Uni o'zi emas, Germaniyada 10 kun ichida birdaniga uy topish ancha qiyin. endi reklama bo'lmasin, lekin o'sha uy qidirish uchun juda ham yaxshi anaqalar application. Juda foydali bo'ladi. O'sha applar bor. O'sha ismlarni aytmang, chunki Googledan qidiriladigan narsalarni biz aytsak, menimcha bu reklamaga kirib ketadi. O'shaning uchun o'sha talabalar turar joyi haqida ma'lumotlar uchun Google'ga yozing va o'sha o'zingizga kerakli ma'lumotlarni Google'da hamma ma'lumot bor. Bizlar chunki Google'da topilmaydigan nima deydi? Juda ham noan'anaviy ma'lumotlarni berishni afzal ko'ramiz. Keyin o'sha narsani topsa bo'ladi. Buning uchun masalan uy joy masalasini hujjatlashtirishi boshqa buni balkim boshqa podkastda qilamiz. Agar siz menga ma'lumotlarni unaqa qilsangiz, qiziqtirsa, ikkinchi marta balkim Azizaxon taklif qilsa, yotoqxona yoki turar joylarni qanaqa qilish, hujjatlashtirish bularni alohida mavzu. Chunki juda katta tema bu. Shunaqasi juda ko'p mavzuda siz juda manfaatli ma'lumotlar beryapsiz. Menimcha shu o'zi ham anchagina manba bo'ladi, tajriba manba. Internetda topa olmaysizlar. Lekin talabalar masalan meni full topgan bilasizmi, networking juda ham keng, har xil davlatlardan, har xil millatlardan o'rtoqlarim bor. O'sha universitetdagi talabalardan asosan
ko'p qismi mani o'rtoqlarim ko'pchiligi o'sha talabalar uyida yashashadi. Masalan, ularni aytish bo'yicha o'sha birinchi etajda, minus etajida umumiy kir yuvish anaqalari bor, xonalari. Masalan, kir yuvish uchun agar man maslahat bergan bo'lardim, juda gigiyenik anaqa qilish uchun o'sha anaqalar bor. Kir yuvish vositalarini gigiyenik deb yozilganlarini topib, o'shani ishlatish mumkin, chunki bu faqatgina siz uchun bitta alohida kir yuvish mashinasi berilmaydi. O'sha bitta talabalar uyida, masalan, 500 ta talaba bo'lsa, 500 ta talaba uchun yo'q 5 ta kir yuvish mashinasi bor. Kir quritish va kir yuvish mashinalar bor. O'shaning uchun ham o'shani inobatga olasizlar degan umiddaman. Qolgan anaqalar, gaz, o'sha nima deydi? Elektrichество hammasi o'sha 350 yevro pul to'lasangiz bir oyda o'sha hammasi qo'shib oladi. 350 yevro pul to'lanadi hozir yotoqxonalar uchun. Balkim 400 dir. Bilmayman. O'zgaradi u chunki. Keyin siz masalan 6 ta yoki 7 ta talabalar turar joy har xil joylarda joylashgan bo'lsa, lokatsiyalarda man bu lokatsiyada mana shu markazidagi lokatsiyada qolish xohlayman degan narsa yo'q. Sizga peshonangizga qaysi lokatsiyadan joy bo'sh joy chiqsa, o'shani qabul qilishingizga majbursiz. Chunki boshqa tanlovingiz yo'q. Agar turmush qurmagan holda siz turmush qurmagansiz, bir o'zingiz kelyapsiz talaba sifatida. Shunaqa bo'lishi mumkin. Keyin kir yuvishni aytdim. Xolodilnik hamma talabalar uyida, masalan 3 kishilik talabalar kishilikda ham bitta xolodilnik bo'ladi. Bitta katta xolodilnik berib, o'shani o'rtoqlashib ishlatishadi. Gaz bo'ladi, hamma narsasi bor. Keyin tozalikni mani o'rtoqlarim aytishicha, qizlar chiroyli tozalaydi, erkaklar, o'g'il bolalar yaxshi tozalamaydi, lekin ularga o'rgatib suhbat qurib, ularga o'rgatishingiz mumkin ekan. Do'stona yaqinlashib, janjal qilib emas, chunki bilasiz, Germaniyada tortishuvlar ham faqatgina og'zaki tortishuvlar bo'ladi. Kimgadir jismoniy hech qanaqa tortishuv mumkin emas. Chunki qonun qoidaga zid, teginish mumkin emas. Polis har bir anaqa qilib tortishish kerak, chunki asablaringizni har doim nazorat qila olishingiz kerak, qilishingizga majbursiz. Yana boshqa nima? Reallikka asoslangan tajribalar, eshitishlar ketadi bu yoqda. Keyin yana nima deyishim mumkin? Agarda masalan talabalari unaqasiga, jamiyatiga yana qanchalik yaqinroq bo'lsangiz, shunchalik ma'lumotlaringiz ham, tajribalaringiz ham ko'payadi, oshadi. Chunki nimaga? Ba'zilari sizdan oldin boshlagan. Ular tajribasini aytadi. Shunaqa guruhlarga, o'sha WhatsApp bu yoqda ko'p ishlatiladi, Telegram Social networking. O'shaning uchun o'sha guruhlarga a'zo bo'lib, o'sha guruhlar bilan muloqotda, doimiy muloqotda bo'lishingiz kerak. Albatta, International Office o'zi ham har xil dasturlar, takliflar jo'natadi siz emailingizga. Har doim, har oyda bitta taklifnoma jo'natadi. Mana shunaqa programmalarimiz qo'shilishingiz mumkin. Lekin ularga vaqtingiz bo'lmasa, masalan, bizning o'zimizning fakultetimizda siz ham borsiz, o'sha guruhda hamma ma'lumotlar talabalar bir-biri bilan o'rtoqlashadi. Bir-biridan qizg'onish. Lekin shu narsa bor, hamma narsamizni o'zimiz so'raymiz. International Office'dan ham bu qanaqa bo'ladi deganda o'rta saqlanib qilishini so'rashimiz u gap bo'ladi. O'shaning uchun birinchi nima deydi, atroflicha o'ylab, kuzatib, tekshirib, undan keyin hech qanaqa yo'limiz qolmagandan keyin yordam so'rash har doim maqbuldir. Sizga Google vazifasini bajarib bermaslik kerak. Siz o'zingiz birinchi o'rinda. Biz zamonaviy davrda yashayapmiz. Qo'lingizda hamma imkoniyat bor-da, digital davrda yashayapmiz. Hamma narsani izlasangiz bo'lar yordamimiz. Qachonki yechim topa olmasingizgina, manimcha siz bu o'zingiz uchun ham plus bo'ladi, o'sha javob berayotgan odam uchun ham manimcha manfaat. Chunki hamma narsani biz buni nima qilamiz, prezentatsiyani qanaqa qilinadi, iltimos YouTube bor, YouTubedan ko'rishimiz mumkin. Biletni qanaqa olishimizni bilmayapmiz. Unda YouTube'da videolar juda ham talabalarda muammolar bo'ladi, mana shu jarayonda. Chunki menda bu narsa qiyin bo'lmagan, chunki Turkiyada, Istanbulda hamma joylarda bilet mashinalar bo'lgan, men qiynalmasdan bu narsaga ko'nikdim. Lekin bu yoqda ham bilet mashinalarda har xil tillar bor. Fransuzcha, rus tili, ukrain tili, hamma tillar bor. Ingliz tili ham bor, albatta. O'sha tillarni bittasidan ma'lumotlarni qilishingiz mumkin. Biroq men instruksiyalarda yaxshi qobiliyatga ega emasman desangiz, yana maslahatimiz YouTube yoki Google. Bankdagi ishlarni ham YouTube ko'rib, tomosha qilib, chunki men ham boshimga tushgan. Shuning uchun bunaqa narsalar Googledan, YouTubedan topa oladigan ma'lumotlaringizni bafurja gaplashishni xohlamayman. Yana nima berishim mumkin ma'lumot? Har doim networking, har doim ishga yaraydi. Keyin shu nemis talabalari menga qiziq juda ham bir anaqasi bor. Xarakteri. Masalan, bitta bo'limda o'qiysiz, birinchi semestrda shu darsni birga unaqa qilasiz, birga loyihalar qilasiz, proyektlar qilasiz. Ikkinchi semestrda siz o'shani o'sha kampusda ko'rib qoldingiz, qanaqa wave qilsangiz, qo'lingizni Haqiqatan tanishmaydi, shunday o'tib ketishadi.
bu faqat sizga nisbatan shaxsiy baholamang bu munosabatni. Bular o'zlari bilan o'zaro munosabatlarda bular shu narsani afzal ko'radi. Bu ularni Sizni hayron qoldirgan. madaniyati shunaqa. To'g'ri qabul qilish kerak. Men boshqa millatdan bo'lganim uchunmi? Yo'q, bunaqa emas. Bunga atroflicha, ya'ni obyektiv qarashingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Biz faqat tavsiya qilamiz, buyurmaymiz hech qanaqa. Balkim sizlarda boshqacha jarayon bo'lganda, boshqacha bo'lganda nima deydi, narsalar, nima deydi, protsesslar. Lekin menda jarayon xuddi hozir aytib berib turganimdek, xuddi shunaqa bo'lgan, hozircha davom qilyapti. O'xshash tomonlarimiz ko'p. Manimcha bu qonun qoida nisbatan o'zgarmaydi boshqa joylarda ham. Aynan Germaniyani ta'lim tizimidan kelib chiqib turib aytyapmiz. O'zingizni psixologik ham emotsional tayyorlab kelsangiz bo'ladi. Aynan bu maslahatlarga tayangan holda chetlashamiz. Nemis xalqini sizni hayron qoldirgan odatlari deymizmi, yashash tarzi deymizmi? Sizni nima hayron qoldirgan, masalan, hayron qoldirib, ajablantirgan odatlar bo'lishi mumkin. Nimalarni misol qilib ayta olasiz? Men masalan nemis xalqini qanchalik tabiatga mehr bilan anaqa qilish, yaqinlashishini hurmat qilishlari. Menimcha har bir millatda, har bir davlatda bu o'sha ekologik ong bo'lishi, shakllanishi muhim deb o'ylayman. Chunki sog'lik tabiat bilan bog'liq. Bular o'zlari masalan biz sanoat rivojlangan eng katta o'sha shahrida turamiz. Masalan, Stuttgartda Mercedes bor, Porsche bor, Bosch bor. Judayam ko'p sanoat korxonalari bor, lekin o'sha nemis oilalariga qarasangiz, ular har doim velosiped bilan yurishi yoki o'sha jogging qilish, o'sha tushlar bor, tushlar bilan yurish qilishadi. Nimaga? Ularni puli yo'qmi? Aslo unaqa emas. Bularda o'sha ekologik ong judayam yuqori rivojlangan. Ularni o'sha nazarida tabiatga zarar berish hisoblanadi. O'sha benzin, o'sha gaz emishsionlar qilish. O'shaning uchun ozgina 1 kilometr, 2 kilometr bo'lsa ham ular o'sha mashinasi uyda turadi, changi bosib ketadi darvozasini tagida, lekin ishlatishmaydi. Yoki belik bilan ketishadi. Havo sharoitlariga ruxsat bersa, bo'lmasa peshqon ketishadi. Masalan, yayov ketishadi, yayov yurishni yaxshi ko'rishadi. Ayni davrda meni judayam hayratga solgan va meni tahsinga sazovor deb o'ylayman. Chunki men O'zbekistonda bunaqa madaniyat yoki Turkiyada ham bunaqa madaniyat ko'rmaganman. Bular daraxt kesish uchun ham alohida davlatdan ruxsat so'raydi. Har bitta davlatda qonun qoidalari bor. Judayam masalan, musulmonlarni, axlatlarni alohida ajratish ham bu o'sha tabiatga nisbatan hurmat qilish. Masalan, to'g'ri kelgan narsani bitta narsani ichiga emas, masalan, ajratiladi. O'sha masalan, plastik yoki bo'lmasa qog'oz yoki bo'lmasa o'sha nima deydi, bizadagi o'sha bio nima deydi, chiqindilar, sabzavot chiqindilari masalan, bularni qayta ishlanadi. O'sha nimaga? Chunki plastik bilan ozuqa axlatlarni birgalashtirsak, uni birga qayta ishlab bo'lmaydi. Ozuqa o'sha nima deydi, bizani sabzavot qoldiqlaridan bular kompost qilishadi, ya'ni yerga bunaqa o'g'it qilishadi. Menimcha eng to'g'ri yo'l. Kiyimlar uchun ham har bir mahallani o'zini o'sha yashiklari bor. Bankalar uchun, keyin o'sha yerga kiyimlaringizni kiymaydigan, lekin boshqalar tarafdan kiyilib bo'ladigan pullarni o'sha yerga berishingiz mumkin. Sizga sazovor. Har doim hayratlanib, juda ham zo'r misol keltirdingiz. Ikkinchi hayratlanib turadigan narsasi, hech qachon bular masalan qanaqa ekonomik nima deydi, moliyaviy tarafdan o'zini ko'rsatishi uyat deb hisoblaydi. Judayam kamtarona hayot kechirishadi. Misollar bera olasizmi? Masalan, oddiy misol, ko'chada oddiy yupun kiygan insonni, bular kambag'al bechara deyishga haqqingiz yo'q. Ehtiyot bo'ling, chunki ular judayam katta bir korxonaning rahbari bo'lishi ham mumkin. Ba'zida qishda yupun kiyishadi, unaqa flip-flop kiyishadi. Hech qachon bir taraflama fikrlamang, balkim uni oyog'ida qanaqadir kasalligi bordir. Shuning uchun qalin oyoq kiyim kiyolmaydi. Shuning uchun sabablari bo'lgan. Sababi bor. Uni siz unaqa qilmasdan, nima deydi, g'arazli yo'nalishda salbiy tarafdan tushunish kerak emas. Har doim beg'araz tarafdan anaqa fikr yuritishni tavsiya qilaman. Keyin yana nima masalan, qarang, suhbat shu joyda ulanib ketdi. Kiyinish madaniyati. Germaniyada kiyinish madaniyati qanaqa? Boshqa davlatlarda farqi nimada? Kiyinish O'zbekiston bilan madaniyat. Kiyinish bular uchun muhim emas. Ular uchun menimcha oxirgi darajada, birinchi emas, ikkinchi emas. Ular uchun bilim har doim, hattoki shu narsa bor. Akademiyaga, ya'ni professorlar uyushmasiga qabul qilinishingiz uchun bu asosiy omil bo'ladigan narsa. Makiyaj qilmaydi hech qaysi bir ayol professorlar. Chunki jiddiy qaramlik.
yengil yelpi bir professor deb aytiladi va sizni professor sifatida hech kim sizni tasdiqlamaydi va universitetdan hech qachon nima deydi professor unvonini ololmaysiz. Asosiy narsa nimaga urg'u berilyapti? Bu oddiylikka, kambag'allikka. Hech qachon makiyaj qilmaslik kerak, tirnoq o'stirish kerak emas, sochi har doim orqada, hech qanaqa bo'yoqlarsiz. Bu jiddiy talab qilinadigan narsa. Tirnoq, yasama tirnoqlar umuman mumkin emas. Baland poshnali oyoq kiyimlarda kelmaydi professorlar, asosan ular sport oyoq kiyimlarida o'sha bizani aytadigan har tilda krossovkalar bilan kelishadi darslarga. Shortiklarda. Sizdan ham talaba sifatida hech qanaqa o'sha dress code yo'q, ya'ni forma degan narsa yo'q. Soqol o'stirishingiz mumkin, balkim qiz bolasiz, sochingizni umuman kestirib kalla olishingiz mumkin. Hech kim sizni tashqi ko'rinishingizga qarab muomala qilmaydi hech qachon. Bu sizni nima deydi, shaxsiy huquqlaringiz hisoblanadi va shaxsiy hech kim sizni shaxsingizni tanimasdan, sizni shaxsiyatingizga tegadigan ravishda sizga hech qanaqa nima deydi, inkor va javoblar berish mumkin emas degan narsa qo'lda yo'q. Germaniyada kiyinish madaniyati deganda oddiylik, qulaylik, men o'ylashimcha birinchi o'rinda bu trend bo'ldi degan narsa. Hamma kiyyapti, men shuni kiyishim kerak, u mato sizga to'g'ri kelmasa ham kiyishim kerak degan narsa yo'q. Meni anglashlarim, meni ongimda o'ylashlarim va o'zgartirgan narsa mana shu, kiyinishga bo'ldi. Keyin masalan bitta misol aytib o'tib ketaman. Mana o'sha nemis o'g'lim hech ham bo'yanmaydi. Aytdi shaxsiy savol dedi. Nimaga bo'yanmaysan? Aytdiki, men o'zimni dedi, xarakterimni, shaxsiyatimni dedi, boshqalarga dedi, boshqacha qilib ko'rsatgandek bo'laman va bu haqqoniylikdan chetga chiqqan bo'laman. Yolg'on hisoblanadi. Men o'zimni haqiqiy insonligim, haqiqiy o'zimni ko'rsatgan bo'laman. Shuning uchun men bu narsani afzal ko'rmayman dedi. O'zini qarashlari qarang. Va bu menimcha bu bitta vakili, bir nemis xalqining vakili albatta. Turli kasb egalari bor. Masalan, moda yo'nalishida ishlaydigan albatta o'sha nemislar boshqa chet eldan boshqa ishchi olmaydi, o'zini nima qiladi, ular albatta moda o'sha sferasida, sohasida ishlagan uchun ular albatta makiyaj qiladi, kiyinadi, chiroyli, o'ziga qaraydi. Lekin oddiy aholisi hech qachon o'sha majburiyatida emas, chiroyli kiyinish, makiyaj, hashamdorlik yo'q. Hashamat yo'q, juda ham kamtarona. Masalan, yashashida ham, hattoki masalan bolalarini bunaqa maktablarga borishda ham o'sha yurist bolasi bilan oddiy o'sha ishchini bolasi haqiqatan u alohida mavzu. Bitta boradi, masalan, hech kim ajratib qo'yilmaydi yoki rangiga qarab, boshqasiga qarab, hamma bir xil. Maktablarda so'ralmaydi, sizni bolangizni ota-onasi qayerda ishlaydi, otang qayerda ishlaydi, onang kasbi nima deb ko'p orasida so'ralmaydi. Menimcha o'zi oddiy holatda ham hech qanaqa qadr qiymatga ega emas. Birinchi asosiy narsa bu berish kerak emas, aynan maktab o'quvchilarida. Nima demoqchiligim menimcha tushundinglar. Tenglik, chunki tenglik har doim muhim ahamiyatga ega. Chunki bolalarning ruhiy holati, chunki yosh bolada travma bo'lishi mumkin. Hamma narsa savol. Chunki ota-onani kasbi, boshqa narsasi bola darsga kelishdan oldin, maktabga registratsiya qilishdan oldin ota-ona o'zi form to'ldiradi, o'sha formda hamma ma'lumotlar maktab bazasiga ota-ona tomonidan kiritiladi. Har bitta bola uchun kerak. Bola majburiyatida emas bu narsani. Bu ma'lumotni berish, ota-onasini, o'sha ijtimoiy, o'sha statusi, qayerda ishlashi, bu narsalar faqat ota-ona va maktab administratsiyasi tarafidan birgalikda amalga oshiriladigan ish. Bola umuman aralashmaydi. Menimcha bu ajoyib narsa. Chunki har doim nima deydi? Bularda psixologiya har doim inson huquqlari, inson huquqlari har doim birinchi o'ringa qo'yiladi. Shuning uchun masalan, qoidalarga bular qat'iy rioya qilinadi. Qat'iy rioya qilish majburiyati uchun emas, bular o'ziga foydali deb hisoblagan uchun ham shu qoidalarga rioya qiladi. Hozir savolim bor. Aynan xalqaro darajadagi tezkor o'qituvchisi sifatida siz aynan o'zingizning yo'nalishingiz, ya'ni ingliz tili yo'nalishida o'qituvchilar olishi kerak bo'lgan tajribalar, umuman metod sifatida qabul qilish kerak bo'lgan tajriba sifatida 3 ta muhim eslatmani berib o'tasizmi? Maslahat deymizmi? Bu menimcha talabalikdan tashqarida, talabalikdan tashqarida o'qituvchi sifatida, chunki men bilaman sizda juda kuchli tajribaga egasiz. Mana necha yillik o'qituvchi sifatida o'zingiz qabul qilasiz? 8 yillik. 8 yillik bu hazil ekan emas. Aynan xalqaro darajadagi, mana yuqorida sanab o'tdilar, agar yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, boshiga qaytishingizni xohlayman. Videoni boshida aytib o'tildi. Shuncha masalan etap tajribalardan o'tgan holatda yana eng muhim joyini aytmay o'tibmiz, bu menimcha kamtarlik. O'sha xalqaro darajadagi tezkor o'qituvchisi bo'lish bu menimcha hammaga ham emas. Qiziqish bildirsangiz, xudo xohlasa keyingi videolarimizda bu haqida to'xtalib o'tamiz. Aynan olish jarayonlari qanaqa bo'lgan bu tezkor xalqaro sertifikatini. Ya'ni bu nima degani, qisqacha ozroq ma'lumot berib ketsangiz va shu ishda muhim o'zingiz bo'lishmoqchi bo'lgan maslahatlar bersangiz, menimcha hamma uchun, aynan ingliz tili o'qituvchilari uchun foydali bo'lardi.
Katta rahmat ishonch uchun. Aslida o'qituvchi sifatida hech qanaqa sertifikatlar, hech qanaqa diplomlarsiz umuman ma'lum bir kasb egasi bo'lish uchun avvalambor o'sha kasbni sevishimiz kerak. O'sha sevgi har doim muhim ahamiyat kasb qiladi. Chunki siz kasbingizni sevmasangiz, siz ishtiyoqingiz bo'lmasa, hech qanaqa muvaffaqiyatlarga erisha olmaysiz. Va jamiyatga ham hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. O'sha siz bir kasb egasi bo'lishdan oldin o'sha kasbni mashaqqatlarini qabul qilgan holda sevishingiz kerak, hurmat qilishingiz kerak. Shundagina bu menimcha eng katta o'sha muammoni yechimi bo'ladi deb hisoblayman. Ikkinchisi esa o'sha ingliz tilini o'rgatishdan oldin yoki matematikani o'rgatishdan oldin bolani ruhiy holatini bilishingiz kerak. Siz pedagoglikdan oldin psixolog bo'lishingiz kerak. Mani nazdim. Chunki o'sha bola balkim o'sha yaxshi his qilmayotgandir, balkim ochdir qorni, balkim kasaldir, bosh og'riyotgandir. Bilmaymiz-ku, biz unga majburlasak hech nima bo'lmaydi. Qo'rquvlarsiz bo'lishi kerak menimcha ta'lim. Sevgi bo'lishi kerak. O'sha qo'rquvlardan xolis bir nima deydi? Institut bo'lishi kerak o'sha maktab. Chunki o'sha qo'rquv bo'lgandagina bola faqatgina qo'rqqandagina o'sha darsni o'zlashtirishga harakat qiladi. Qo'rqmasachi? Biza qo'rqitish uchun emas, kelajak avlodni yetuk insonlar sifatida, barkamol avlodlar sifatida yetishtirishimiz bizaga bog'liq. Buning uchun o'sha bu narsani alohida balki sizlar uchun men aytayotgan moddalar oddiy bo'lishi mumkin. Shuni aytmoqchi, oldi qo'shdi deb qabul qilmang. Buni tagida katta ma'no emas. Siz mancha anglab yetishingiz kerak. Buni zamirida nima borligini mancha hozirgi ayni ingliz tili yo'nalishidagi o'qituvchi sifatida mana shu ingliz tilida deymiz, xato bo'ladi. O'qituvchi sifatida siz anglashingiz kerak bo'lgan bu maslahatlar, tushunchalar. Keyin uchinchi asosiy nuqta ota-onalar bilan yaxshi aloqani ushlab turish. Har qanaqa muammo bo'ladimi, ijobiy holat bo'ladimi, har doim ota-ona bilan ishlash. Chunki bu maktab faqat talaba va o'qituvchi birligi emas, balki 3 kishi tarafidan insho qilinadigan, ya'ni bunyod qilinadigan menimcha nima deydi, institut deb hisoblayman. Chunki o'sha ota-ona ham bilish kerak yoki ota-ona sizga qanaqadir uyida muammoli vaziyatda bo'lsa, sizga ma'lum. Ya'ni o'qituvchi hamma narsani bilish kerak. Chunki hamma narsani biz ota-onaga yoki hamma narsani teskarisi o'qituvchidan kuta olmaymiz. Birgalikda, nima deydi, hamkorlikda Ota-ona bilan birgalikda bo'ladigan muloqot. Ya'ni 21-texnologiyalar zamonida yashayapmiz. Judayam bepul, masalan, hattoki Garvardda ham bepul bunaqalari bor, dasturlari bor. 2 oy, 3 oy Udemy degan bor. Yoki masalan BBC, Oxford Publishing Center yoki bo'lmasa Cambridge Publishing Center. Ular hammasi o'sha o'qituvchilarga kerak bo'lgan har xil seminarlar, workshoplar uyushtiriladi. O'shalarga masalan a'zo bo'lib qolsangiz, ular yangiliklarni sizga jo'natadi. Masalan, kelasi oyda qanaqa treninglar bo'lsa, treninglarga bepul. Masalan, siz o'zingizni rivojlantirishingiz, ya'ni kasbiy mahoratingizni o'zingiz rivojlantirishing. Chunki bu sizning kasbingiz. Hech kim sizga kelib, mana kuchga daftar kel, anaqa domlajon sizga o'rgatay demaydi. Vaholanki sizdan jamiyat kutadi. Siz o'rgatishingiz kerak. Hamma narsa izlagan, hamma narsani topadi, imkon topadi. Bu yo'q. Chunki biz yomon tarafdan qarasak, hamma narsa yomon. Shuning uchun biz hamma narsa ma'lum miqdorda, katta miqdorda insonni o'ziga bog'liq. Bu masalan o'qituvchilik uchun emas, butun kasblar uchun ham ishlaydi bu qonun. Masalan, men rivojlantirishim kerak bo'lsa, men hech kimdan hech narsa kutmayman. Agar men muvaffaqiyatli o'qituvchi bo'lishim kerakmi, uni sirini men qidiraman. Chunki menga o'sha universitetim, davlatim menga diplomni berib qo'ygan. Xo'p, bo'ldi, men diplomim bor, men zo'rman deganimmi? Yo'q, buni rivojlantirish kerak har doim. Chunki bola ham, chaqaloq ham emaklash, emaklashdan keyin devorlarni tutib sekin-sekin yurishi. Biz yuritamizmi, yurganda yo'q. O'zi harakat qiladi, intiladi. Demak, butun kasblarda, karyera faoliyatlarda ham bu alohida ahamiyatga ega deb o'ylayman. Agar xohlasangiz, muvaffaqiyatli o'qituvchi bo'lish. Har doim yo'l topsa bo'ladi. Masalan, bizani Sadriddin Salim Buxoriy degan shoirimiz bor, rahmatli. O'sha aytgan: illat izlaganga illatdir dunyo, g'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topgay albatta hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Masalan, shuning uchun qanaqa nimani qidirsangiz, albatta siz erishasiz o'shanga. Menimcha bu misra zo'r yondosh bo'ldi. Shukur misra deb o'ylayman. Tez olga keladigan bo'lsak, tez olli bu o'sha ona tilisi ingliz tili bo'lmagan talabalarga dars berish sertifikati. Bu o'sha
2017 yilda man bu sertifikatni olganman. Mani sertifikatim Garvard tarafidan tasdiqlangan. Qo'ying. 4 oy o'qiganman. Bu sertifikatni qo'lga kiritganman. Albatta oson bo'lmagan. Mana o'sha Amerika kolleji anaqa qilgan, nima deydi, qo'llab-quvvatlagan. Chunki u yoqda qobiliyatli yutishni boshlaganman va ular bu imkoniyatni menga taqdim qilishgan. Moliyaviy jihatdan menga chegirmali bo'lgan. Chunki o'sha yerda ishlaganim sababli ularni hamkorlikda bo'lgan o'sha Garvard nashriyoti bilan birgalikda Qo'ying. shu ta'sis qilingan va men 4 oylik programmasida ta'lim ko'rganman, o'qiganman. O'sha dasturga imtihonlari bo'lgan, o'sha tez sonli yo'nalishida sertifikatini olish uchun o'qigan o'qituvchilarimiz biladi. Chunki har bir anaqasida ma'lum bir darsdan keyin siz o'sha ikkinchi etapga o'tishingiz uchun imtihonlardan o'tishingizga kerak bo'ladi. O'shalardan o'tganman va eng yuqori baho bilan, ball bilan bitirganman va sertifikatimni qo'lga kiritganman. Qisqacha shu. Lekin Garvardda niyatim bo'lgan, Garvardda o'qimagan bo'lsam ham, Garvard tarafidan ta'sis qilingan o'qituvchilar programmasida ta'lim olganman. Nima deymiz? Manimcha jamiyatda ayollarning rivojlanishi, o'sishi bu juda ham katta narsa. Keyin aynan buni hozir sizdan ko'ryapman. Natijasi bu ham o'zidan o'zi bo'lib qolmagan, hamma narsaga ham harakat. To'g'risi jamiyatimizda shunaqa ayollar borligi quvontiradi. Men o'zimga motivatsiya bo'lyapti bu narsa. Odam kuch oladi, energiya oladi. Siz bilan suhbatda juda ham chiroyli ketyapti. Bular qanaqa oldi qoshli gaplar emas, mani ichimdan chiqadigan gaplar. Men sizdan ko'rib, o'zingizga qanaqa energiya olyapsiz, o'zi energiyaga boy odamlar bilan gaplashsangiz, muloqot qilsangiz, o'zingiz ham yo rivojlanasiz, yo o'sasiz. Bilmadim, men shunaqa insaytlar olaman har doim. Qiziqarli kommunikatsiya joyiga keldik. Qisqa savollar bilan jonlantiramiz. Hayajonlantiramiz hozir. Jonlantiramiz suhbatimizni. Keling, hozir tez-tez savollar beraman. Siz qisqa javob berishingiz kerak. Birinchisi, Germaniyada o'qish yoki ishlash? O'qish, chunki hali job hunter bo'lmadim. Nemis tilini bilish shartmi yoki yo'qmi? Tepada javob bering. Shart. Shart. Eng yoqimli siz yoqtirgan nemis taomi? Siz yoqtirgan. Milliy taomi bormi? Men hali ko'rmadim. Men ham ko'rmaganman. Shnitzel. Yo'q, men yemayman, bilasiz. Men uydan ovqatlanishni tanovul qilishni afzal ko'raman. Shuning uchun hech nima deya olmayman. Germaniyada eng qiziqarli siz bilan yuz bergan voqea. Bittasini mana o'zingizlar javob berishingiz rozimiz. Bu o'sha nemis tili bilan bog'liq. Men bilasiz, nemis tilini o'rganib kelmaganman. Men faqat ingliz tili, English speaker bo'lib kelganman. Bu yerga afsuski. Keyin har doim o'sha jamoat transportlarida e'lon beradi. Yo, xayrli kunlar. Chiroyli anaqa tilida, tilaklaydi o'sha Ertalab yaxshi kayfiyat beradi. Angeneman Reisen degan. Men o'sha Angeneman Reisen degan iborasini bilmas edim va men uni o'sha jamoat transportlari menejeri sifatida Angelina Reise degan bir ayolning ismi deb o'ylaganman. Keyinchalik bu xatoligini o'yladim o'sha o'shaning ichida Qafasiga tushgansiz. hech kimga aytmaganman. Keyin aeroportda borganimda yana o'sha ayolning ismi aytilyapti. Men aytdim, aeroportni nachalnigi ham o'sha boshqaruvchisi ham direktori ham o'sha ayolman dedim. Keyin aeroportda ingliz tilisini aytdim. Chunki unaqa metrolarda ingliz tilida aytdim, faqat nemis tilida aytiladi. Keyin ular "We wish you a great day." O'shandan keyin buni anglab yetish uchun menga 2 oy vaqt ketdi. O'shanda anglab yetdimki, bu o'sha yaxshi tilak tilash, chiroyli kuningiz xayrli bo'lsin, chiroyli o'tsin degan bir tilak ekan, nemislarning iborasi ekan. O'shandagina bildim. Keyin ancha uyalib yurdim, hech kimga aytmadim. Keyin nemis tilini o'rganishni boshlaganimda birinchi o'sha motivatsiyang nima deb o'qituvchim so'raganlarida mana shuni aytib berganman. Qiziq holat. O'sha nemis tili o'qituvchimiz jiddiy edilar. O'shani eshitib bildilar. Oxirgi savolim, biz nemislardan o'rganishimiz kerak bo'lgan, siz hurmat qiladigan bitta fazilat. Tepada ham sanab o'tdik. Mayli, ulardan istisno holatda boshqa misol keltirsangiz ham menimcha yaxshi bo'ladi. Shaxsiy chegaralarni yaxshigina bilish. Meni shaxsiy hayotimga o'zimdan boshqa hech kim aralashishga haqqi yo'q va buni nemislar ajoyib bir shaklda nima deydi, olib borishadi o'zlarining hayoti davomida. Hech kimning hayotiga aralashishmaydi va siz ham ularning hayotiga aralashishingizga haq berish mumkin. Shaxsiy chegara menimcha juda muhim ahamiyatga ega. Bugun sizga savol yo'llashingizni men aytgandim. Aynan siz tomoningizdan kelgan savolga bu jahon hozir javob beradilar. Ko'piga hozir javob beribdilar. Hozir qarasam, eng asosiy 2-3 narsani sizga beraman. Qo'limdan kelguncha agar menga taalluqli bo'lsa, albatta. Oila a'zolarimizni ham olib ketsak bo'ladimi o'zimiz bilan birga? Yuqorida aytib o'tdilar, ya'ni ham qisqacha javob bersangiz. Albatta, bo'ladi. Faqat sabr kerak. 5 oydan 9 oygacha kutiladi. O'shaning uchun qisqartirish uchun har doim chiroyli
to'g'ri bosqichma-bosqich hamma qoidalarga rioya qilgan holda harakat qilish kerak. Chunki noto'g'ri yo'llardan ketsangiz, bu sizni o'sha protsess jarayonni yana ham uzatadi. Yuqorida aytib o'tdilar, bunga to'liq yondashdilar, menimcha kam bo'lmadi. Ya'ni ham yaxshilab eshitib ko'rsiz intervyuning boshini, menimcha javob olasiz bunga. Magistratura talabalari qanday Germaniyada? Men ham bu yil topshirmoqchiman dedilar. Bu savolga menimcha javob berdik-a? Ajoyib. Keling, kutib qolamiz. Omad sizga. Qarang, Ausbildung davrida yoki umuman magistratura bakalavrda o'qib, stipendiyani o'zimdan orttirib, qanchasini uyga jo'natsam bo'ladi? Ko'ryapsizmi savolni? Boshida ham aytib o'tdik. Asosiy maqsadingiz, Ishlash emas. asosiy fokus har doim ta'limga. Chunki ta'lim sizni kelajagingizga juda katta poydevor yaratadi. Hozir sayoz bilimlarga ega bo'lib, faqat pulni o'ylasangiz, bu uzoq maqsadli ish bo'lmaydi, uzoq maqsadli reja bo'lmaydi. Shuning uchun kelajagingiz juda mustahkam bo'lishi uchun mustahkam bilimni egallashga O'qish uchun keldingiz, o'qish yo'lini tanlashingiz kerak. To'g'rimi? albatta biz yo'llarini aytdik. Germaniya hamma sharoitlarni yaratib bergan. 8 semestrgacha, ya'ni 4 yilgacha siz 2 yillik programmani o'qishingiz imkonini beradi. To'g'ri. Hujjat tayyorlash ishlarini kim bilan qilsak bo'ladi? Albatta o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilan qilsa bo'ladi. Masalan, men turmush o'rtog'imga ishonganman. Turmush o'rtog'im Tarixni aytib berdilar. hujjatlarini topshirganlar. Bitta narsa aytaylik, agar siz yo'nalishingiz ingliz tilida bakalavrni bitirgan bo'lsangiz, ingliz filologiyasi yoki ingliz tili adabiyoti yo'nalishini o'qigan bo'lsangiz, yana siz magistratura bosqichiga o'sha yo'nalishingizga yaqin va programma tili ingliz tili bo'lganda sizdan hech qanaqa ingliz tili sertifikati talab qilinmaydi va hech qanaqa imtihon bo'lmaydi. Agarda matematika sohasida yoki bo'lmasa menejmentlik sohasida, san'at sohasida o'qigan bo'lsangiz, albatta avvallari B2, ya'ni 6,5 xohlardi. IELTS hozir esa C1 ga ko'tarildi, chunki o'sha salohiyati dars samaradorligini oshirishga to'sqinlik qilyapti. Shuning uchun bu o'sha talabni bitta pog'ona yuqoriga ko'tarildi. Bizning universitetimiz 7 xohlayapti hozir, agarda ingliz tili yo'nalishini o'qimagan bo'lsangiz. Menimcha tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'ldi. Hozir bitta Ozodbekovna Sevara tomonidan savol keldi, uzundan-uzun. Juda ham xohlab javob olishni, menimcha biz javob bera olamiz. O'zbekistonda bakalavr o'qishni tugatmaganlar uchun bu yerda o'qiganlari yaxshimi boshida deyapti, yoki O'zbekistondagi universitetni yakunlab, qayta kelib magistr o'qigan yaxshimi? Yoki birinchi Ausbildung qilib, tilni yaxshilab, keyin bu yerda universitetda o'qigan afzal. Menimcha tushundik savol. Iltimos shu savolni so'rab ko'ring deb javob beramiz. Qo'limdan kelguncha, chunki meni bakalavrim tarixim har doim O'zbekiston xronologiyasi, ta'lim xronologiyasi O'zbekistondan boshlangani uchun men bakalavr O'zbekistonda o'qiganman. Nega bo'lmasin? Germaniyani o'sha oliy ta'lim tizimi bizanikidan sal boshqacharoq. Hujjat topshirib, birinchi kursga o'ta olmaysiz. Birinchi kursga boshlangungacha bo'lgan o'sha vaqt mobaynida siz abitur degan o'sha bosqichni tamomlashingiz kerak. 1 yilni qamrab oladi. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, kommentlarda to'g'rilab o'ting. Meni bilishim, o'qigan ma'lumotlarimga qaraganda shunaqa. Abiturlikdan keyin siz bakalavrlikka topshirasiz. Yana bitta afzal tarafi, masalan, bizda imtihonga tayyorlanadi. Testimiz bor, to'g'rimi? Biz axborotnoma ishlardik. Hozir bilmayman O'zbekistonda, lekin Germaniyada o'sha test tizimi, imtihon yo'q. Siz faqat hujjatlaringizni topshirasiz. Agar hujjatlaringiz ijobiy baholansa, siz talabalar safiga kira olasiz. Hech qanaqa stress yo'q. Faqatgina bu yerda o'qish juda murakkab. Shu sababli ham meni ham vaqtimning ko'p qismi o'qishga sarflayapman. Demak, xulosani oldinali bo'ldi, energiyaga boy suhbat bo'ldi asosiysi. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun, har bitta savolga batafsil javob berganingiz uchun rahmat kattakon. Katta rahmat. Siz ham ishonch bildirib taklif qilganingiz uchun. O'ylaymanki, siz umuman followerlaringiz uchun foydali maslahatlar bergandirsiz. Rahmat kattakon, shubhasiz. Ishlaringizga omad. Endi o'zingiz fikrlaringizni qoldiring. Qaysi savollar sizga tushunarsiz bo'ldi? Qaysi joy manfaatli bo'ldi? Qaysi savolni berishim xohlagandingiz? Yana ham yozib qoldirsangiz, kommentlarda javob berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha imkon qadar sog' bo'ling. Katta Salomat rahmat. bo'ling. Hammani ishlariga, o'qishlariga rivoj. Hech qachon o'qishdan to'xtamanglar. Sog' bo'ling. Xayr.